Biz bugun PGP universitetidamiz. PGP universiteti, IT universiteti, personal development process'dan boshlangan. Personal Development Process, PGP. Endi sizdan eshitdim. Shuncha yil bilib Ustozlarimiz tekshirayotgan o'sha imtihonlari, dasturlari hammasini Pearson Bitek, ya'ni Angliyadagi bosh ofisidagi mutaxassislar sifat nazoratini kontrol qilib borishadi. Asosan talabalar bo'sh vaqtga o'tkazishadi, to'g'rimi shunda? ozgina sekinroq gaplashishimiz kerak bo'ladi. Baribir IT sohasida bilasiz, eng asosiy urug'i nimaga beriladi? Self study. 3-kurs talabalari to'liq holli IT kompaniyalarda hozirda faoliyat yuritmoqdalar. O'rtacha hisobda taxminan bir 50-60 nafar talaba kelib murojaatini aytadi. Chunki o'sha birorta bola o'sha guruhda orqada qolib ketsa, u talabaga emas, birinchi o'rinda bizga zarar. Obidjon aka aytayotdilar, 3-kursdan boshlab talabalarimiz pul ishlashi mumkin deyapti. O'rtancha oylik daromadi qancha? Suvab qola qolsang yaxshi. Misol 5 milliongacha yo 10 milliongacha? Teparoq. Sababi bizda faqat shu nazariy bilimlarga ega emas, amaliy tajribaga ega bo'lish kerak, ya'ni industriyada faoliyat yuritgan ustozlar bo'lish kerak. Shu talabimiz bor. Kuchli bo'lishga qaror qabul qilgan, kuchli bo'lishga qaror qabul qilmagan talaba bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Ta'lim telekanali loyihasining oliygohlariga tashrif ko'rsatuvi davom etadi. Biz bugun PGP universitetidamiz. Bugun sizlarga ushbu universitetni chiroyli qilib, batafsil yoritib berishga harakat qilamiz. Bunda bizga universitet vakili Obidjon aka yordam beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar yana bir bor. Obidjon aka charchamayapsizmi? Yo'q, sekin. Biz video olishimizga ob-havo ham juda ajoyib. Nasib qilsa bugun chiroyli qilib orqamizdagi turgan universitetni yoritib beramiz degan umiddamiz. Boshlanishiga o'zingizni bir qisqacha tanishtirib bersangiz. Albatta. Avvalambor xush kelibsizlar yana bir bor. PGP universiteti, IT universiteti, to'liq holli IT ga ixtisoslashgan bo'lib, Angliya bilan hamkorlikda biz diplom beramiz. Va bu universitetda men o'z faoliyatimni Career Center, ya'ni malaka oshirish va xalqaro bo'lim rahbari sifatida men faoliyat yuritib boraman. Zo'r. Demak, bugungi suhbatimiz davomida biz alohida PGP universitetining talabalari qayerlarda faoliyat yuritish imkoniyati bor va talabalik davrida necha pul ishlashlari mumkinligi haqida Obidjon akadan batafsil ma'lumotlar olamiz aziz do'stlar. Boshlanishiga Obidjon aka biz o'zi qayerda turibmiz? Ushbu bino qayerda joylashgan? Hozir bu binoni joylash regioni bu Sergeli dahasida mashhur Mashina bozor deb atagan joyimizni shuni qarama-qarshisida Ahmad Jo'jani yonida joylashgan. Lokatsiya yaxshi, talabalar kelishadi. Hozir faqat universitet bitta shu binosi bor, Obidjonning boshqa binolari yo'q. Hozircha kampus mana shu. Faqat o'sha mana kattaroq kampus qurilmoqda. Uni bir yana yaqin orada bitib qolishini kutmoqdamiz. Buni alohida yana video qilamiz. Unda yurib sekin kirib keturamiz Obidjon aka. Hozir mana qarang, bizning orqamizda bitta, ikkita, uchta bino turibdi. Bu binolar tepasiga PGP College, PGP University, PGP School deb yozib qo'yilgan. Demak, shu kattagina binoda 3 xil yo'nalishda ta'lim muassasalari bor, to'g'rimi? Albatta. Birinchi o'rinda bitta narsani tushunishimiz kerak. O'zi PGP nomi qayerdan kelib chiqqan degan savolga gaplashib turamiz. Bizda nima deb javob berishimiz mumkin? Personal development process'dan boshlangan. Personal Development Process, PGP. Endi sizdan eshitdim. Shuncha yil bilib qo'ygan. Ya'ni bu makon nafaqat insonlarga prosta bilimgina berib qolmay, ularni yetuk bir shaxsga aylanib, o'zlarining hayotlarini A nuqtadan B nuqtaga juda ham qisqa muddat ichida katta natijalar bilan o'zgartirishlarini bir o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Va shu bilan bir qatorda buni nomlanishi, mana universitetimizni PGP University deb nomlaganmiz, maktabimizni PGP School deb nomlaganmiz va mana bu yerda ko'rib turganingizdek, o'zimizning tilda aytganda texnikum, kollej, ya'ni PGP College nomini berganmiz va bular to'g'risida batafsil ma'lumot berib boramiz. Zo'r. Qarang mana bu yerda bolalar turishibdi-ku. Keling mana shu bolalardan ham bir ikki oz ma'lumot olsangiz. Bular maktab o'quvchilari, tanimaysizmi? Bilmaysizmi? Maktab o'quvchilarimiz. Maktab o'quvchilari. Faxrlarimiz. Faxrlaringiz. Aka keling, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qalaysiz? Charchamayapsizmi? PGP qaysi birida o'qiysiz? Kollej, universitet, maktab? School. Nechinchi sinfsiz? 8. 8. Yaxshi. O'zi bizning aziz do'stlar YouTube kanalimizda PGP maktabiga ham qilgan alohida videomiz bor. Bu videoni ham ko'rib, PGP maktabi haqida ham batafsil ma'lumotlar olsangiz bo'ladi. Maktab zo'rmi? Zo'r. Bitta binoda bo'lgani qiyin emasmi? Yo'q. Zo'r. Rahmat.
akalaridan o'rganishadi ko'p narsani. Ya'ni agar mos keladigan bo'lsa, kerakli bo'lsa, mana shu universitetga chiqqunga qadar, maktabni bitirgunga qadar bular kutayotganimiz junior darajasidagi dasturchi bo'lib chiqishini kutmoqdamiz. O'sha universitetga kirish jarayoni o'zida junior bo'lishadi bular. Da, o'shani biz maqsad qilganmiz o'z oldimizga. Zo'r. Endi mana kirib keturamiz. Aziz do'stlar, ko'p binolarda ko'rganmiz. Bizada asosiy kirish darvozasi bo'ladi va chetda boshqa eshiklar bo'ladi. Chetdagi eshiklardan kirgizishadi, lekin PGP universitetida mana shu katta asosiy qilingan darvozadan biz ichkari kirib bormoqdamiz. Va kirganimizda mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Alohida KPP deyiladi, ahrani. Boya biz kelib bu yoqda kutib turganimizda Obidjon akamizni begona bola kirib qoldi, kirgizishmadi. Qayerga ketyapsizlar, nima qilyapsizlar deb so'rab qolishdi. Keyin demak, xavfsizlik ham yaxshi ekan deb xursand bo'ldik. Hozir Obidjon aka bu yoqqa kelsa, agar qarshi bo'lmasangiz, PGP Ecosystem Projects, ya'ni loyihalar haqida bizga qisqacha ma'lumot bersangiz. O'sha sizga aytganingizdek, avval boshida baribir bu kichkinagina bir akademiya bo'lib, PGP akademiyasi bo'lib boshlangan va PGP o'sha aytganimizdek personal development process bo'lib turib, oylar sari, yillar sari borgan sari o'sha kattaroq holdingga aylanib turib, ham universiteti bor, o'zini maktabi bor va kichkintoylarga IT ni boshlang'ich bilimlarini beradigan seti shkol deymiz, maktablar tarmog'i bor, ya'ni ta'lim markazi tarmoqlari bor. Shu bilan akademiya shunda. Akademiyani bu bir ukasi desak to'g'ri bo'ladi. Chunki akademiyada to'laqonli dasturchi yetishtirib chiqaramiz. Baribir junior darajasida keyin ularni tayyorlab jamiyatga yetkazib beramiz. Lekin PDP junior loyihamiz bizani kichkintoylarga 8 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarga ilk qadamini bosishda yordam beradigan bir muhit deb aniq qilganmiz va yillar davomida bu bizani PDP personal development process axiri borib progressive development platformga aylandi. Bu nima degani desa, bu nafaqat endi bizada talabalar, yoshlarimiz kelib rivojlanishi, balki xodimlarimizni ham muntazam ravishda rivojlanishini ham yo'lga qo'yish, ta'minlashni o'z oldimizga maqsad qo'yganmiz. Ya'ni katta xalqaro kompaniyalar, masalan Big Four kompaniyalari bor, boshqa korporativ kompaniyalardagi munosabat kabi o'z xodimlarimizni to'laqonli o'sishlarida barcha kerakli resurslarni, yordamlarni ayamaslikni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Biz o'zi ko'chada kirayotganimizda hazillashdik bolalar bilan. Maktab bor ekan, kollej bor ekan, universitet bor ekan, bitta yondan bog'cha ham ochib qo'yishsa, bola tug'ilgandan keyin tashlab ketishsa, 20 yoshida, 25 yoshida olib ketaverar ekan ota-ona deb hazillashyapti. Haqiqatan bemalol ishonishsa bo'ladi. To'g'ri, mana to'g'ri aytdingiz. Bizda masalan bilasiz, customer journey map degan narsa bor. Klientlarning shu qaysidir kompaniyaga bog'liqlik hayot tarzi xaritasi deyiladi. Biz xohlagandikki CGM Da, CGM. Biz xohlagandikki, что bizda o'sha mashhur bir maqolamiz borku, beshikdan qabrgacha ilm izlagin degan. O'sha beshikdan, ya'ni bog'chadan boshlab to shu oxirigacha, ya'ni pensiyaga chiqqunga qadar PGP ning ekosistemasini ichida o'zini ko'ra olishini biz o'zimizdan oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz, ya'ni stakeholderlarimiz biz bilan oxirigacha borishsin degan maqsadda. Shu bilan bir qatorda mana diagrammada ko'rishingiz mumkin, bu yerda PGP Kids, shu siz aytgan bog'cha ochilishi kutilmoqda va bundan rejada bor ham demak. Albatta. Undan tashqari yana boshqa loyihalarimiz ham bor. Bularning hammasi yana bir bor talabalarimizni, yoshlarimizni hammasini bir yetuk holiga chiqishlarida bir omil, sababchi bo'lib qolishimizni maqsad qilib qo'yganimizdan bilaman. Zo'r. Qoyil. Unda davom ettiramiz. Mana biz receptiondan aziz do'stlar kirmoqdamiz ichkarida va bu yerda ko'rishimiz mumkin PGP University'da bahor Navro'z bayrami yaqinda bo'lib o'tdimi deyman, Obidjon aka. Bu bahor bu nima desam ekan, bizda masalan inglizchasiga hazil qilib aytadigan bo'lsa pre Navro'z deymiz, ya'ni Navrozga tayyorgarlik degan maqsadda boshlanishidan biz nima deydi, yaqinlarimiz, talabalarimizga qo'sha bayramlar ketma-ketlikda berishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganimiz uchun buni mana bu yana bir bayram shakllantirib berdik va bu bayramlar davomiy bo'ladi. Zo'r. Unda kirib olamizmi ichkari? Bo'ldi, xo'p. Mana o'tkazib boramiz. Xo'p.
Mana ko'rdinglar, bizning yuzimiz tushirilmagan, begona odamlar kirishi mumkin emas. Endi mana hozir ichkariga kirdik. Ichkariga kirganimizdan keyin bu yerda o'zi oldin katta zal bor edi. Joylashuvlar bor edi. O'tgan safar tashrif qo'yganimiz aytishdi. Hozir restavratsiya yangilanish jarayonida deyishdi. Keling, biz bu yoq tomondan boshlasak, Obijon aka qarshi bo'lmasangiz, Our Partnersdan boshlayman va yo'l-yo'lakay bizga ma'lumot berib keting. O'zi bu universitet qachon tashkil topdi? Qanday yo'nalishlari bor? Nimaga ixtisoslashgan? Universitet bilasizmi? 2022-yilda ochilgan va o'z oldiga nimani maqsad qo'ygan? Birinchi o'rinda akademiyada biz dasturchilarni yetuk darajada junior deymiz. Jamiyatga yetkazib berayotgandik va juda ko'p kompaniyalar, juda ko'p hamkorlarimiz bundan xursand edi. Lekin bitta muammoni bizni xavf-xatarga solardi. Ya'ni kim xalqaro kompaniyalar bizga O'zbekistonga kelishni boshlaganda bizda shunday savol tug'ildiki, biz akademiyada bolalarga dasturchilik bo'yicha hard skilllarni bermoqdamiz, ya'ni texnik bilimlarni bermoqdamiz. Soft skilllarni kim beradi degan savol tug'ildi bizda. Tabiiyki, учебный sentrlarda, o'quv markazlarida, akademiyalarda soft skilllarni berib bo'lmaydi. Juda qiyin bo'ladi va shu bilan bir qatorda biz tushunib yetdik. Ya'ni universitet ochib, jamiyatga shu tomonlama ham o'z qandaydir yetuklikka erishishlarida hissamizni qo'shishimizni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yib, shu bilan ochdik va buni faqatgina moddiy manfaat uchun emas, reputatsiya uchun emas, balki barchamizga manfaatli bo'lishi uchun xalqaro partnyorlardan mana ko'rib turganingizdek Pearson Bitek kompaniyasini o'zimizga hamkor qilib tanlaganmiz va bu Pearson Bitekni bir afzallik tarafini men sizga aytib o'taman. Har kurs bitirganda, mana 3-kursni bitirishadi, 1-kursni bitirishadi, 2-kursni bitiradi, farqi yo'q. Har kursi oxirida biz berayotgan har bitta ustozlarimiz tekshirayotgan o'sha imtihonlari, dasturlari hammasini Pearson Bitek, ya'ni Angliyadagi bosh ofisidagi mutaxassislar sifat nazoratini kontrol qilib borishadi. Ya'ni har yil oxirida, har o'quv yili oxirida talabalarimiz o'sha o'quv yilini muvaffaqiyatli bitirganligi to'g'risida xalqaro diplom olishadi. Level 3, level 4, level 5 va level 6 diplomlari. Bu diplomlar bilan mana juda ham ko'p talabalarimiz guvohi bo'lishmoqda. Dunyoni turli xil universitetlarida o'qishlarini shak shubhasiz davom ettirish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Bu biz uchun ancha quvonarli holat. Qanday yo'nalishlar bor shunda hozir universitetda? Hozirda o'sha aytib o'tganimdek, asosan IT yo'nalishi va dasturchilik bo'lganligi uchun yo'nalishlarimiz software engineering, ya'ni dasturchilik, yana AI bor, sun'iy intellekt o'rgatamiz, data analysis, to есть data analitika bo'yicha o'rgatamiz va business analysis, to есть ya'ni business analitika bo'yicha ham yetuk kadrlarni chiqarishni o'zimizga oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Hozirgi kunda nechta talaba bor universitetda? Hozirgi kunda 1100 ta talabamiz bor. Bu endi hali birinchi qaldiroshlarimiz chiqmagan. Birinchi qaldiroshlarimiz keyingi yil chiqadi. Bu degani yana bu raqam yanada ko'tariladi va yanada oshib boradi. Lekin bitta faktni aytib o'tishimiz mumkin. Hozir mana ilk qaldiroshlarimiz 3-kursni bitirishmoqda va ularni statistikasi bo'yicha men sizga aytib o'tishim mumkin. Oxirgi statistika bo'yicha 63%, ya'ni 63% 3-kurs talabalari to'laqonli IT kompaniyalarda hozirda faoliyat yuritmoqdalar. Va oyliklari endi nima deydi? Maqtab gapirmayman, 2 milliondan tortib to o'sha 15 millionga yaqin oylik oladigan masalan talabalarimiz bor. Nimaga endi mana masjidda, balki bizdan sizlar qaysidir talabalar ko'rayotgandir, nimaga ayni 63% ishga joylana olgan? Qolgan 37% nima qilishsa, ular ham ishga joylanisha oladi. Siz endi ularni tahlil qilasiz-ku, bularda nima afzal bor, nima bularda yo'q? Albatta. 37% da asosiy muammolar nimada? Kimdir erta pul topish maqsadida call center, kuryerlik, boshqa sohalarda, lekin IT yo'nalishida emas, to'g'rimi? 63% IT yo'nalishida, o'zining ishi bo'yicha. U statistikaga kirmaydi u narsa. Va o'sha muhitni biz o'zgartirishga harakat qilmoqdamiz. To'g'ri, endi majburlab bo'lmaydi. Kimgadir masalan o'zini qo'yib qo'ygan prioritetlari bor, o'sha prioritetdan kelib chiqqan holatda o'zi qaror qabul qiladi. Lekin yana juda katta portsiya masalan talabalarimiz bor 3-kursda, ular muhlat olishgan.
masalan menga aprelgacha muhlat bering, menga maygacha muhlat bering, iyungacha muhlat bering, men mana shu berilgan vazifalarni bitirib keyin ana qilaman, kelib tayyor bo'lib siz bilan shu ishga birga harakat qilamiz va undan keyin biz u talabalar bilan maxsus ishlaymiz. Bizning Career Center, ya'ni kompaniyalarga biz o'zimiz aloqaga chiqib turib refer qilamiz. Ya'ni biz o'zimiz ko'nglimiz taskin topsa va biz berilgan vazifalarni to'g'ri shakllantirgan va boshqa juniorlardan ajralib turadigan holi bo'lgan taqdirdagina biz kompaniyalarga aloqaga chiqib, ularni maxsus referral programmasi orqali tavsiya qilamiz. Va undan keyin ular intervyudan o'ta olsalar, ishga kirib ketadilar, o'ta olmasalar yana qayta bizning varonkamizga tushib turib, yana qayta vazifalar olib o'zlarining ustida ishlaydilar. Demak, sizlar ishga joylashishga ham qattiq qaror ekansizlar-da. Albatta, bu biz uchun muhim. Chunki yana men sizga aytib o'taman, bu universitetni ochishdan maqsad moddiy manfaat yoki qanaqadir bir korrojga beradigan bir kompaniya tuzish emas. Ya'ni o'sha akademiyani qanaqadir bera olmagan bir qismlar, ya'ni soft skilllarni berish, gapda. Ya'ni bu bo'shlig'ini yopish maqsadida qilingan bir tashabbus deb bilaman. Endi mana hozir yana ikkita chiroyli infografika deydimi, shunaqa narsa oldiga keldik. Birinchisi opportunities after graduation, ya'ni bitirgandan keyin imkoniyatlar. Bular haqida ham bir qisqacha bizga ma'lumot bersangiz. Albatta. Hop, mana birinchidan boshlaydigan bo'lsa, highly paid specialist in the local job market deganimizda bu yerda asosan dasturchilarimiz birinchi o'rinda, to'g'ri, katta maosh oladigan kompaniyalarga, katta maosh oladigan lavozimlarga chiqishlarini xohlaymiz. To'g'ri, savol bo'lishi mumkin, bular junior holatda qanaqa qilib katta maosh olishi mumkin? Yo'q, biz o'zimizdan oldimizga 4-kursni bitirganlarida ularni eng kamida middle darajasiga olib chiqish maqsad qo'yganmiz. Va bu tomonlama biz mana shu birinchi va'damiz ustidan chiqa olamiz. Ikkinchi va'damizda freelancing bo'yicha ham masalan ichki ko'nikmalarni o'rgatishda biz treninglar o'tkazamiz, talabalarimizga yordam beramiz maslahatlar bilan va qanchadir miqdorda talabalarimiz mana shu mashhur platformalardan o'zlariga qo'shimcha mablag' topishadi dasha. Va uchinchisini aytadigan bo'lsak, Buni ham sizlar ko'rsatasizlar yo'nalishlarini. Albatta. Ustozlarimiz ham yordam berishadi, biz ham yordam beramiz. Uchinchisi mana Offices of International Foreign Companies in Uzbekistan, bu uje bizani juda ko'p bitiruvchilarimiz, ya'ni bitiruvchilarimiz akademiya tomonlama talabalarimizni ishga olgan mashhur IT kompaniyalar, xalqaro kompaniyalar. Va bu yoqda mana 4-sini top companiesda uje hali bitiruvchilarimiz chiqmaganligi bois buni hozir shakllantirmoqdamiz. Ya'ni fan kompaniyalariga o'xshagan katta top IT kompaniyalariga eng saralab olingan, eng ilg'or talabalarimizni stajirovkaga, ya'ni amaliyotga jo'natishga tayyorgarligini biz o'zimizdan oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Va eng oxirgisi mana 5-si startup projects, ya'ni bizda mana hozir sanoat tomonlama ham o'zimizning kompaniyalarimiz ochilyapti. Ya'ni talabalarda o'zini startupga bo'lgan qanaqadir bir qiziqishi bor, ishtiyoqi bor, albatta o'zini kompaniyasini tuzishi mumkin. Ya'ni o'ziga o'zi ish o'rinlarini yaratadi va biz ularni mablag' miqyosida, tushum miqyosida yanada yetuk bir kompaniya holatiga keltirishga yordam berib turib, uni investitsiyaga olib chiqishda biz o'zimiz ham yordam beramiz. Qoyil zo'r. Bu investitsiyalar haqida, keyin grantlar haqida biz alohida menimcha u yoqda homiylar bo'yicha ham gaplashamiz. Hozir keling endi bunisini ham ko'rib chiqsak. Bu juda ham muhim bir mana shu binodagi eng muhim yozuvlar deb bilaman men. Bu yerda ko'rasiz mana vision, mission va values. Ya'ni bizning visionimiz, bizning missiyamiz va bizning qadriyatlarimiz joylashgan. Bizning visionimiz bu birinchi o'rinda albatta eng ilg'or ta'lim muassasasi, ya'ni Central Asia deymiz, Markaziy Osiyoda imенно digital texnologiyalar bo'yicha eng ilg'or ilm maskaniga aylanish. Bu bizning visionimiz va missiyamiz insonlarni mana shu o'zlarini yon atroflari, ya'ni hayotlarini, yaqinlarini, ya'ni dunyolarini o'zgartirishda, ularga yetarli bilim ko'nikmalarini berishda biz o'zimizni qanaqadir bir hissamizni, qo'shishimizni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yamiz va bizning yo'nalishimiz asosan digital technologies, ya'ni IT sohasi bo'yicha yetuk mutaxassislarni chiqarishimiz bizning missiyamiz deb bilaman. Va eng oxirgisi mana qadriyatlarimizni ko'rishingiz mumkin. Qadriyatlarimizda birinchi o'rinda honesty, ya'ni halollik, halollik, professionalism and responsibility, ya'ni professional va mas'uliyatni his qila olish, talents and supporting the initiative, ya'ni ichki talantlar, talabalar bor,
ichki drayvlari bilan juda ko'p narsa qilgisi keladi, lekin ularni shu ichki vulqonini bir joyga yo'naltirmasangiz, ular juda ko'p narsada isrof qilib yuboradi energiyasini va unda tomonlama ham biz o'z hissamizni qo'shamiz. Va eng oxirgisi critical thinking and being open minded. Ya'ni bu juda muhim. Ya'ni bizda eng quyi pog'onadan yuqori pog'onagacha barchani fikri muhim. Barchani kritik bo'ladimi, pozitiv bo'ladimi farqi yo'q. U hamma fikrlarni biz eshitamiz, qabul qilamiz, o'rganamiz, unga yechim beramiz. Va o'sha narsa bizning qadriyatlarimizdan bir ajralmas qismi deb bilamiz. Qo'ying, rahmat, zo'r. Mana o'zi biz Obidjonga qani ichkari kiryapmiz-da, kirish jarayoni o'zida universitet haqida odamni iliqlik qoldirib, maza qilib zo'r universitet devorish darajalaridagi bannerlar bor ekanda. O'zi bularni kim qilgan, kim o'zi bunga g'oya bergan, qayerdan bunaqa fikrlar kelgan? Endi to'g'risini aytsam, IT sohasida bir agile degan tushuncha bor. Agile degan tushunchasi nima desam ekan, Kanban, boshqa yo'nalishlarga juda mos keladi, juda o'xshash. Ya'ni jaydari, o'zimizning tilda aytgan bo'lsak, jaydari ishni qilish kerak bo'ldi. Va bunaqa go'zal, yaxshi natijalar, samimiy natijalar o'z-o'zidan qadam-qadam chiqib boradi. Va bularni ham hozir mana siz aytayotgan o'zgarishlar, yaxshiliklar, men o'ylayman, faqatgina shu agile metodologiyasi bo'yicha, agile tushunchalarimiz bo'yicha biz tinmasdan o'sha yaxshilik missiyasida, yaxshilikni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yib harakat qilayotganimizdan o'zidan o'zi tabiiy kelib chiqayotgan jarayonlarni bilaman bularni. Va shulardan biri yana birini men sizlarni e'tiboringlarni qaratgan bo'lardim. Bizning homiylarimiz, biz universitet to'laqonli xususiy universitet va biz grantlar beramiz yaxshi ilg'or talabalarga va shu bilan bir qatorda muhtojmand oilalar bor. Muhtojmand oilalarga ham ehtiyojmand oilalar bor. Ehtiyojmand oilalarga ham o'ziga yarasha ularga ko'mak berishimiz, grant yordam berishimizni inobatga olgan holda bizning sponsorlarimiz ham bu borada, bu yaxshilikda biz bilan hamkorlik qilishmoqda. Va mana ko'rib turganingizdek 2022-yilda 3 milliard so'm, 3 milliard atrofida miqdorda boshlangan yordam oxiri borib 2024-yilga kelib 12 milliarddan oshib ketdi desak bo'ladi. Va bu faqatgina shu talabalarni o'qish uchun ajratilgan va ularning hayotini o'zgartirish uchun. Ya'ni talaba kelmoqda, ehtiyojmand oiladan chiqqan, o'qishga imkoniyati yo'q, lekin salohiyati bor. Va bu ham sponsor hamkorlarimiz yordamlarida, ishtiroklarida ushbu talabalar mana hozir 2-kurs, 3-kursda o'qib turib, IT sohasi bo'yicha kompaniyalarga ishga kirib turib, u yerda maosh topib, o'z oilalariga va o'zlarini ichki yana qanaqadir bir kirim chiqimlariga, xarajatlariga pul topishni boshlashgan va bu juda quvonarli holat. Ya'ni ularning hayoti shunchalik darajada tez darajada o'zgarayotganligi birinchi o'rinda albatta sponsor hamkorlarimizning ishtiroklari va biz ham o'zimizning shunda hissamiz borligidan biz juda ham mamnunmiz. Zo'r. Qarang, Obidjon aka, biz sergilikda bo'lganimiz ekanmi, balki boshqa yil bo'lganimizda hamkorlar balki boshqalar bo'lar. Ko'pchiligi ko'ramiz, mashina kompaniyalarini, avtosalonlarni egalari ekan. Qanaqa qilib sizlar o'zi ularni jalb qilgansizlar, qayerdan ularni topgansizlar, qolgan sizlarga o'xshagan universitetlar qanaqa qilib mana shunaqa hamkorliklarni yo'lga qo'yishsa bo'ladi? Bu albatta. Bu yoqdan o'taylik, sal biz fonda chiroyliroq ko'rinar ekan. Bu juda o'rinli savol. Nega bu asosan avto anaqa bizda boshqa tomonlama ham masalan sponsorlik qilayotgan saxiy insonlarimiz borlar. Ular endi baribir o'zlari yo'nalishlari bo'yicha ko'ringanlar kelmaydi deb aytolmaymiz. Shaxsiy individual sifatida kichik bir yordamlarni qasddan berib borishadi. Bu tabiiy holat. Lekin gruppa bo'lib, jamoa bo'lib, birlashib shu talabalarga yaxshilik qilamiz deb kelishganligi uchun bularni bu yoqqa qo'yamiz va aminmiz bunaqa yaxshiliklarni nafaqat PDPda, balki boshqa universitetlarda ham qilib borishadi. Hozir mana qarang, bu $1 million kichkina pul emas, juda katta pul. 2024-2025 o'quv yili uchun ajratilgan deb yozib qo'yilibdi. Nimaga beriladi buncha pul? Nima narsaga yo'naltirishadi? O'rinli savol. Hozir aniq raqamni ayta olmayman, где-то bir 400 ta
dan oshiq qanchadir bir talabalar, hozir to'g'risi raqamlar esimda emas. Shu talabalarni o'qish to'lovlari va shu bilan bir qatorda 3 mahal issiq ovqat, ya'ni haftasiga 7 kun va shu bilan bir qatorda bepul yotoqxona bilan ta'minlanadi. Ya'ni bu O'zbekistonni chekka eng chekka hududlaridagi ishtiyoqi bo'lgan, harakati bo'lgan, mehnat qilaman degan va o'saman degan yoshlarga, ehtiyojmand oilalardan keladigan yoshlarga bu juda katta imkoniyat. Kelishadi, hayotini o'zgartirishadi. Ya'ni chet ellarda masalan katta universitetlardan bilasiz, Fulbright scholarships bor. Xuddi o'sha narsani biz o'zimizdan oldimizga maqsad qo'ygandik va bu uchun avvalambor homiy hamkorlarimizga tashakkur bildiramiz va bu imkoniyatlarni yanada kengayib borishiga biz umid qilib qolamiz. Zo'r, mana qarang, hozir tushunarli. Demak, mana talaba keldi, imkoniyati yo'q to'lov qilishga, imtihon topshiradi, keyin grant yutib oladi, to'g'rimi? Grant yutib olish talabi tartibi qanday? Imtihondan o'tadi, keyin intervyu bo'ladi. Chunki biz intervyuni o'tkazishimizdan maqsad buni baribir talabani salohiyatini ko'rish kerak. Talaba rostdan shunga harakat qiladimi, o'qiydimi, o'rganadimi? Va bu qarorni o'sha komitetimizda bor, o'sha komitetimiz agar qaror qabul qilishganda mas'ul rahbarlarimiz, shundan keyin bu talaba qabul qilinadi va grant beriladi. Grant 1 yilligiga beriladi. Nega 1 yillik? Asosan chunki nima deydi, renewable degan bir tushunchamiz bor. Ya'ni 1 yil davomida shu grantdan qanday manfaatli foydalandi. Manfaatli foydalangan bo'lsa, u grant yana o'sadi. Va 3-kursga kelib, u ishga joylashgan bo'lish kerak. Ishga joylashgandan keyin bu grantga ehtiyoji qolmaydi. Va undan keyin o'sha keyingi 1-kurslarga yanada bizda ko'proq imkoniyatlar bo'ladi, yanada ko'proq grant berishimiz kerak. Va shu orqali biz borgan sari juda ham ko'p talabalarni qamrab olmoqdamiz. Ya'ni salohiyatli, ehtiyojmand oiladan kelganlarni va o'ylaymiz bundan da yana ko'proq talabalar kelib, o'z hayotlarini o'zgartirishlarida biz o'z hissamizdan qo'shib davom ettiramiz. Xo'p, hozir mana biz kirib kelayotgan joyimiz tadbirlar zali. Ko'rishimiz mumkin, tepalardan ham turib bemalol tadbirlarni kuzatishlik mumkin ekan. Nimaga aynan bunaqa stilda qilingan Obidjon aka? Albatta. Birinchi o'rinda asosiy maqsadimiz undan oldin qo'yilgan imkoniyatimiz borasida baribir 300 ta 400 ta talabani sig'dira olardik. Lekin juda ko'p qiziqarli yetuk mutaxassislar kelganda boshqa talabalar ham ishtirok etishni bildirishardi. Ya'ni ishtirok etish istagi borligini bildirishardi-ki, lekin joy topilmas edi va shundan kelib chiqqan holatda yanada kengroq, yanada katta qamrovda talabalarni, mehmonlarni, o'quvchilarni ichimizga olish, ya'ni bu tadbirlarda ishtirok etishlarini ta'minlab berish maqsadida biz yanada kengaytirib shu holatda ya'ni olib boryapmiz. Va bu yanada kengayishi o'zimiz oldimizga maqsad qilib qo'yamiz. Bu yerda demak shunda turli xil tadbirlar bo'lib o'tadi, to'g'rimi? Turli tadbirlar bo'ladi. IT mutaxassislari kelishadi. Boshqa ta'lim sohasi bo'yicha, boshqa yo'nalishlar bo'yicha ham mutaxassislar kelib, o'zligisi mana shu yerda qanaqadir bir tadbirlar o'tkazishadi va u tadbirlardan kelib chiqqan holatda talabalar o'zligisiga darslardan tashqari yana qanaqadir bir bilim ko'nikmalar olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Zo'r. O'zi mana shu haqida gap ketganda, o'qishdan tashqari mashg'ulotlar haqida ham bizga bir qisqacha ma'lumotlar berib keta olasizmi? Ya'ni PGP universitetining talabalari nimalar bilan qo'shimcha shug'ullanishadi? Qanday to'garaklar bor yoki qanaqa klublar bor? Shu haqida ham bir ma'lumotlar bersangiz. Xo'p, bu borada agar imkon bersanglar, hozir mana yurib gaplashsak, hozir sizlarga o'sha talabalarni asosan bo'sh vaqtida nima bilan shug'ullanayotganini ham bir sizlarga ko'rsatib boramiz. Bizda turli xil klublar bor. Sport klublari bor, dev klublar bor. Ya'ni dev klub deganimizda developerlarning klublari, ya'ni dasturchilarning klublari va u klublarda boshdan pastga tushib ketsak bo'ladi. Bu klublarda asosan talabalar o'zligisiga mana shu darsdan tashqari yana loyihalar olishadi. Pullik loyihalar bo'lishi mumkin yoki faqatgina portfolio uchun loyihalar bo'lishi mumkin. Undan tashqari yana biznes klubimiz bor. Biznes klubimizda project menejerlar, loyiha menejerlarni ishlab chiqarish, ya'ni yetishtirib chiqarish o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Hozir mana sizlar bilan sekin coworking kirib boryapmiz. Ya'ni bizning ham kutubxonamiz, ham coworking zonamiz.
Bu yerda asosan talabalar Bo'sh vaqtda o'qitishadi, to'g'rimi shuni bu yerda? ozgina sekinroq gaplashishimiz kerak bo'ladi bu yerda, chunki baribir hamma ilm fan bilan mashg'ul va buni asosan mana nima deymiz, talabalar uchun coworking open space qilib qo'yganimizning asosiy sababi ular bir-birligi bilan o'tirib maslahatlar so'rashadi, ishlashadi, o'qishadi, o'rganishadi va bibliotekamiz unaqa joy katta bo'lmagan taqdirda ham oy sayin o'sib bormoqda. Shunda masalan kitoblarni olib mutolaa qilishlari ham mumkin bo'ladi. O'zi menimcha ITda kitoblar o'zi unaqa muhim emasda. Chunki mana hammaligini oldiligida ko'rsak bo'ladi. Noutbuklar, kompyuterlar bor. Kompyuterdan foydalanib o'tirishadi. Ularni hamma o'quv materiallari, o'quv dasturlari, hammasi, kitoblari hammasi elektron, hammasi shu o'zini Programmalar platformalarida asosida bo'lib o'tadi. Shu sababli bu IT universitetidan ham o'zi juda katta kutubxona kutish o'zi menimcha sal coworkinglik kerakda boshqacha bo'lsa ko'proq. kerak. O'zi mana ko'p Albatta. joyda ko'rsak bo'ladi. Har bir burchagidan ham, har bir territoriyasidan ham sinfxona qilib turib, pul qilish maqsad bo'ladi. Mana hozir bu yerda ko'rsak bo'ladi, shunaqa katta zonani Juda coworkingga katta zona, ajratib qo'yibsizlar. Albatta. Balki bu yerda ham sinfxona qilib turib, nimadir kurslar qilish mumkin bo'lganda. Da. Nimaga bu narsaga sizlar kirishgansizlar? Nimaga aynan shu tartibda joylarni qilgansizlar? Birinchi o'rinda Yo'q, o'taylik, fonda o'tishar. birinchi o'rinda talabalar o'zligisi nima qilish kerak bo'ladi? Bir-birlik bilan uchrashish kerak. Baribir IT sohasida bilasiz, eng asosiy urg'u nimaga beriladi? Self study. Ya'ni qanchalik shu darslardan olinayotgan ma'lumotlarni, bilim ko'nikmalarini bular qanchalik o'zlashtirishmoqda, qanchalik o'zligisiga nima deydi, amaliyot orqali qilishmoqda va savol javobli bo'ladi. Savol javob bo'lganda peer to peer learning orqali, ya'ni bir-birligisiga o'rgatib, bir-birligisidan fikr almashib, yanada chuqurroq bilim olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Va buni yanada kengaytirib, o'sha aytganimizdek Dev Club, ya'ni Business Club klublarga o'xshagan faoliyatlarni kengaytirib, pullik loyihalarni ko'paytirish maqsad qilib qo'yganmiz. Ya'ni pullik loyihalar deganda bular o'zi freelance bo'lib turib, talabalar o'zi o'tirgan joyida, masalan, chet eldan zakaz olib turib, chet eldan o'sha eksport uchun, ya'ni bilimini, ilmini, salohiyatini eksport qilib, pul topishga o'tishlarini biz как бы ta'minlab berishga harakat qilamiz. Keling, agar qarshi bo'lishmasa, bir ikki talabalardan fikr olib ko'rsak, xo'jalik. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Salom, charchamayapsizmi? Ismim Otabek. Ta'limchilik kanali degan loyihadanmiz. Qarshi bo'lmasangiz, bir ikki oz fikrlaringizni olsak maylimi? Ismingizni? Siddiq. Siddiq aka, nechinchi kurssiz? Birinchi kurs, boshlang'ich kurs. Foundation. O'tgan yili kirdingiz demak. Ha, shunday. Sizni tanlovlar bormidi? Nimaga aynan PGP universitetini tanladingiz? Endi hamma qulayliklar mavjud bo'lganligi uchun Aniqroq gapiring, qanaqa qulaylik? o'quvchilar uchun dars tayyorlash sharoiti birinchi ko'p universitetlarga bordim. Onlayn dars ma'qul emas, hamma kompyuter ta'limga o'tirgandan keyin misol uchun e'tibor boshqa joyga chalg'ib ketib qoladi. Mana shu yerda universitetda gapirgan joylarga tit qo'yaverasizlar. Aha, gapiring keyin. Keyin baqa ham yotoqxonaga turamanda, disiplina bor, bir vaqtga o'yib Bu yon o'zini yotoqxonasi bor. Shunday. Sizga berishgan. Qayerda joylashgan? Universitetda nari tomonda joylashgan. Nimasi bo'lsa, bir vaqtga uyg'otadi, bir vaqtga yo'qlama qiladi xavfsizlik uchun. Foydalari juda ko'p. Hamma sharoit bor. Dars qilish uchun yotoqxona o'ziga ham alohida stullar qo'yib qo'yibdi. Hamma sharoiti zo'r. Xo'p, mana aytdingiz, bir nechta oliygohlarni, ularning ichidan bu yon tanlab bu yoqqa kirdingiz. Endi mana hozir biza mart oyida turibmiz. Martgacha siz o'sha 6-7 oy o'qidingiz-da bu yoqda. Qanaqa natijalar oldingiz? Nimalarni o'rganyapsiz? Men hozir aynan foundation kursi bo'lganimiz uchun hozir tanlovda ozroq qiynalib turibman, backend yoki frontend deb. Shunga chuqurroq izlanishdaman-da hozir. O'zimga qolsa software, Python yo'nalish bo'yicha ketmoqchiman. Nima qilish Hozir nimalar o'rgatishdi sizga mana shu 6-7 oy mobaynida? 6-7 oyga ko'p narsa o'rgandik. Nimalar? Misol uchun hozir уже ikkinchi semestr Excelga ishlashni o'rgatyapti. O'tamiz undan tashqari biznes analitika, biznes data, big data shularni o'tib marketing loyihalarini tuzib, chizmalarimiz bor, chizib ko'rib, Telegram Ko'rsatsangiz ham bo'ladi, agar bir ikkitasini agar xohlasangiz. big datadan ustoz nimalar tashlab berib turadi, nima bilan ishlab turamiz. Amaliyotda ya ko'proq teoretik emas. Shunday mana ma'lumotnomalar tashlab turadi ustoz.
kelib turadi mana big datada mana o'qib Ma'lumotlar. ma'lumot hammasi. Siz kontraktda o'qiysizmi, grantda? Man kontraktman aka, man grantga harakat To'lov qanaqa qilib to'laysiz? to'lovni Qiynalmaysizmi, uyingizda to'lashadimi? to'lovni otam to'lab turibdilar hozircha. Qanaqa qilib ularni ishontirgansiz? Ada menga shu 40 million, 35 million pul tiking, xudo xohlasa zo'r natija qilaman deb qanaqa bilan ko'ndirdingiz? Katta pul-da, misol O'zbekiston sharoitiga. O'zbekiston sharoitiga katta pul, endi man boshqa davlat fuqarosiman-da, baqa kelib o'qidim. Yo'q, qaysi davlat fuqarosi? Tojikiston fuqarosiman. Tojikistondan Baqa kelib O'zbekistonga kelib o'qiyapsiz. Qo'y. Dadamga aytdim, shu zamonaviy kasblardan bo'lsa yaxshiroq, yo meditsina yoki shu IT kasblar bo'lsa yaxshi dedim. Keyin Instagramdan chiqalab qolgan paytim chiqib qolgandi. Keyin dadamni bir o'rtoqlarini o'g'li ham shaqa o'qir ekanlar. O'sha o'rtoqlar bilan maslahat qildilar. Keyin shaqa keldimda yo'nalish shaqa burilib ketdi. Qo'y. Aytishdi-yu, grant 1 yilga beriladi deb. Keyingi yilga siz grant yuta olish imkoniyatingiz bormi? Uning uchun nimadir harakatni qilyapsizmi yo qilmayapsizmi? Buning uchun endi men aniq bilmadim. Bundan so'rashim kerak. Adashmasam 3-kursdanmi shunday bo'lishi kerak deb. O'zga davlat fuqaroligiga menimcha bermasa kerak deb o'ylayman. Chunki yangi kelgan paytim bermaysiz degan. Qo'y. Mana hozir universitet rahbariyatiga bizdan bir iltimos, murojaat. Mana siz bilan gaplashdik. 2-3 daqiqa gaplashgan bo'lsa ham samimiy, ochiq ko'ngil, zo'r narsalarni gapirib berdingiz bizga. Xorijiy fuqarolarga ham balki grant qilish imkoniyatlarini o'ylab ko'rish kerakdir degandagi taklifimizni bildirib ketamiz. Yengillikchilik beryapti. Misol uchun viza qildim, universitet tomonidan yengillikchilik. Universitet qilib berdi vizani. Misol uchun A1 viza qildik. Qimmat o'zi. Tojikistonga borib turib O'zbekiston posolistasidan oldik. PDB universitetida o'qiydi degan vizani qilib berdi. Misol uchun u viza ham bo'lmaganga $300, $400 turadi. Biz bor shaqa o'qiyotganligimiz uchun $32 tushgandi bizga. Qulaychiliklari bor. Muomala sharoit hammasi. Endi o'zingiz kelajakdagi reja maqsadlaringiz qanaqa? Xudo xohlasa bag'ri bitirgandan keyin Tojikistonga qaytish niyat yo'q. Endi tolga alingan shu Yevropa mamlakatlarini xudo xohlasa. Endi baqa praktika olish uchun birorta kompaniyalarga Katta fan kompaniya deb aytiladi. Siz Obidjon aka Google'ga, Amazon'ga o'xshash kompaniyaga borib ishlash niyatingiz bor. Bor xudo xohlasa. Zo'r. Rahmat, sizni tanishib xursand bo'ldim. Omadingiz bersin, charchamang. Xo'p, rahmat. Ishlab o'tirgan kodlaringizni ham ko'rsata olasizmi? Abdulla yozib ishlab o'tiribsiz-ku. Nima bo'ladi shunda? AI-niki. AI. Men buni ishlaganim yo'q. Ustoz tashlagan ekan, bir ko'z tashlab chiqardim-da, keyin chiqasizda. Tushunib. Bu nima bu o'zi? Bu hozir sun'iy intellekt bo'yicha nima qilinyapti? Kunlarni chiqarib beradi o'sha nimalarda. Uyga vazifa darslik. Bugun darsingiz bormi sizni? Bor, 2-smenagaman. Xo'p, bugun 15:50 ga darsim boshlanadi ingliz tili. 15:50 gacha nima qilasiz? Mana dars tayyorlab o'tiraman. Dars tayyorlagandan Zerikmaysizmi yo'q? Yo'q, kitob bor, sumkaga bloknot bor yozishga. Yozib o'tiraman. Faqat o'tirib, sog'likka qanaqa qilib ahamiyat berasiz? Nima qilasiz? Har yarim soat, 1 soatga tashga chiqib aynalib, mana zal bu baqa turnirlari bor. Turnirga chiqib tortilib. Undan ham foydalansangiz bo'ladi. Har doim. Uxlab qo'yishmaydi. Kechqurun 9 gacha ochiq. Qo'y. Sharoitlar. Zo'r. Omadingiz bersin. Rahmat sizga. Xo'p, rahmat. Charchamang. Mana aziz do'stlar, samimiy, zo'r suhbat bo'lib o'tdi. O'zim ham maza qildim. Obidjon aka qoyil, zo'r narsalarni gapirishdi. Aytishganidek, bu yoqdagi qulayliklardan tashqari, u yoqda alohida zal ham bor ekan. Hozir o'sha qilib o'tamiz. Qayerga o'tamiz? Hozir bu yerdan chiqib ketamiz. Eslatmalar ham bor ekan. Buni ham o'qib bersak bo'ladimi? Kitobxonlar uchun eslatma. ARM hududida ovozni baland qilib gapirish. ARM nima degani shunda? Coworking zonamiz ana shu. Nimaga nomi ARM degan? Nima degan? Resurslar markazi. Resurslar markazi. Hozir ovqat mahsuloti mumkin emas-ku, zalda uxlash yoki axloqsiz xatti-harakat qilish kabi holatda qat'iy taqiqlanadi. Uxlash ham mumkin emas. Mana Google kompaniyalarida shunaqa joylar uxlab yotiradi-ku, coworkinglarda shu narsa joriy qilmaysizlar. To'g'ri. Endi u Google kompaniyalarida ham o'sha uxlashga o'ziga yarasha rest zonalari bor. Bizda endi ko'pginasi talabalarimiz nima deydi? Общагasi, ya'ni yotoq общежитие juda yaqin bo'lganligi uchun bu muammo deb o'ylamaymiz o'sha yoqqa borishlarni. Prosta bu yerda dars qilayotgan joyda estetika tomonlama qaraganimizda ham noqulay bo'lganligi uchun bu yerda bu narsaga biz qarshimiz. Zo'r. Eslatma, bir marotaba bizga taqdir ogohlantiriladi, 2 marotaba bizga holat. Biroq muddat cheklanadi. 3-marotaba bizganda foydalanish huquqidan mahrum bo'ladi. Qoyil. Zo'r. Mana hozir zalda ham bizni ko'rsatib ketaylik, jarayonlarda olib qo'yaylik. Shuncha talaba o'tiribdi. Deyarli to'la desa ham bo'ladi. Demak, bu imkoniyatlardan maksimal foydalanishga harakat qilishar ekan-da talabalar. Zo'r. Unda davom ettiramiz.
Obidjon aka, endi qayerga boramiz, nima qilamiz? Hozir endi talabalarni eng yaxshi ko'rgan joyiga boramiz sizlar bilan. Hop, bu yerda bizani student affairs, ya'ni talabalar bilan ishlash bo'limimiz, yoshlar siyosati bo'limimiz. Hozir kelinglar. Yo'da nima bo'lib o'tadi shunda? Bu yerda asosan talabalarga yaqindan yordam berishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz va talabalar barcha savollari bo'yicha, barcha muammolari bo'yicha mana shu yerga kelib, shu hamkasblarimiz yordamida o'z muammolariga yechim topishadi. Zo'r. Kimdirdandir murojaat qilib savolni so'rasak bo'ladimi bu yoqda? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, o'zingizmisiz? Sizni oldingizga talabalar ko'pincha qanday murojaatlar bilan murojaat qilishadi, kelishadi? Talabalar turli xil masalalarda, o'sha o'quv jarayonlarida qiynayotgan, ta'til vaqtlarida, jamiki o'sha o'qish mobaynida yuzaga kelayotgan muammolar, tushunmovchiliklar, ya'ni deymizmi, shularni hammasini bizni bo'limga kelib murojaat qilishadi va biz imkon qadar bu masalalarni ko'rib chiqib, ijobiy yechishga harakat qilamiz. Yechib beramiz. Mana misol eng ko'p so'raladigan savol qaysi bo'lgan va unga javob qanday? Eng ko'p so'raladigan savol bu aynan imtihon jarayonlariga bog'liq holat. U yerda so'raladigan savol ko'proq bo'ladi. Aynan bittasini ayta olmayman-ku. Qaysi kun nima bo'lishligi va qanaqa tartibda topshirishligi. Savollar ko'p aka. Savollar juda ko'p. Bir kunda misol uchun nechta talaba o'rtancha sizga murojaat qiladi? Xo'p, bizda o'rtacha hisobda taxminan bir 50-60 nafar talaba kelib murojaatini aytadi. Bu faqatgina murojaat eshitish bo'limi emas. Bu yerda takliflar, kelgusida qilinadigan ishlar rejasi bo'yicha o'zlarini fikrlari, qandaydir klublar tashkil etish bo'yicha o'zini takliflarida. Hozir shunda bu Student Unionmi Obidjon aka shunda? Student Affairs bilan Student Union nima farqi bor? Student Union bu talabalarni o'zidan tashkil topgan jamoaviy tashkilot. Uyushma. Bular o'zini xohishi bilan faoliyat yuritishadi va talabalarni o'sha talaba student life deymiz, talabalar hayotini yanada yoritib, yaxshilab borishadi. Aslida shunda ularga yordam berasizlar, o'sha klub uyushmani ichiga qanaqadir yo'nalishda loyihalar qo'yishishga. Shunday. Yaxshi, zo'r. Rahmat aka. Xo'p, charchagan. Shu qatorda bizning yoshlar siyosati bo'limi rahbarimiz Kamoliddin aka, mana endi o'zlarini oldilarida aytishim shartmi, shart emasmi? Kamoliddin akani endi orqalaridan gapiramiz-da, asosan talabalarni otasi deymiz, talabalarni akasi, talabalarni ustozi va talabalarni do'sti deb bilamiz. Chunki hech kim bu akamizchalik, masalan, talabalarni himoya qilishni ko'rmadimmi PTP universitetida. Va qanaqa vaziyatlarda himoya qiladi? ularni o'zlaridan hozir so'rab bilib olamiz. Assalomu alaykum. Ustoz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ustoz, qanday mana Obidjon akasi tanishtirdilar, ma'lumot oldik. Qanday vaziyatlarda odatda talabalarni himoya qilasiz? Biz endi bu savol berishimizdan maqsad nima? Bizning videomizdan deylik, qaysidir bitta talaba ko'rishyapti. Voy, menda anaqa muammoim bor edi-ku, mana bu yoqda bizning otamiz bor ekanlar, baribir ularga murojaat qilsam bo'lar ekan-ku degandagi fikr uyg'onib qolsa, siz oldingizga bemalol kelaverishadi shunda. Endi menda asosan xodimlarim yecha olmagan masalalar bo'yicha ko'proq talabalar menga murojaat qiladi. Ya'ni bizda o'sha turniket, avtomatlashtirilgan tizim, davomatlarda qaysidir bola qanaqadir sabab bilan darsga kela olmay qoladi. Shunaqa holatlarda akademik tartibda o'qishni tiklash yoki qaysidir o'qituvchi bilan o'zaro nizo, har xil holatlar bo'ladi endi bolalar o'rtasida. Shunaqa holatlarda menga murojaat qilishadi. Ya'ni turniketni ochish, ularni kiritish shartnoma to'lamagan bo'lsa, xodimlarda unga dostуп yo'q. Uni bevosita mendan olishadi. Men uni eshitib ko'rib, kerak bo'lsa ota-onasi bilan suhbatlashib, undan keyin ularga o'sha imkoniyatidan kelib chiqqan holatda shartnoma summalarini cho'zish imkoniyatini beraman. Bu birinchi navbatda. Ikkinchidan, ba'zida bolalar darsga kela olmay qoladi. Bir hafta, 10 kun, 15 kun ishlab kela olmay qolgan holatda uni o'qituvchilarimiz masalan darsga qo'ymasligi mumkin. Shunaqa holatlarda ular to'g'ridan to'g'ri menga murojaat qiladi. Bu endi to'g'ridan to'g'ri keladigan. Bundan tashqari bizda ko'pchilik talabalar dasturchi, ular o'zini startapini qilish kerak, qanaqadir loyihalar qiladi. O'sha loyihalarni ular menga olib kelib ko'rsatadi. Mana shuni qilsak nima bo'ladi? Qanday taklif berasiz? Qanday qilsa yaxshi rivojlanadi?
mana shunaqa holatlarda man ko'proq o'rtaga tushaman. Bundan tashqari ba'zida endi bu talaba sho'xli bo'ladi. Ichki tartib qoidalarini buzish holatlari ham bo'lib qoladi ba'zida. Shunaqa holatlarda endi ularga keskin choralar o'zi qo'llaniladi asosan endi bu tizim bo'yicha. Shunaqa holatlarda men o'rtaga tushishga majbur bo'laman. Chunki u talabani jamoat ishlaridagi faolligini hammasini o'rganib chiqib, o'sha talabalarga yon bosishga harakat qilamiz. Va o'sha nimadan qiynalayotgan bo'lsa, ularni iloji boricha ijobiy yechishga harakat qilib beraman. Masalan, kimdadir kvartira, kimdadir pul masalasi, kimdadir guruh masalasi, kimdir yo'nalishni o'zgartira olmayapti. Chunki tizim bunga yo'l qo'ymaydi ko'pincha. Shunaqa holatda ular menga murojaat qiladi, nima qilsak bo'ladi. O'shanda men maslahat beraman. Ba'zilarda shunaqa holat bo'ladi, mutaxassislik tanlay olmaydi. Ya'ni qaysi yo'nalish tanlasam qanaqa natijaga erishaman. Men uni eshitib ko'raman, qiziqishini, nimaga qiziqadi o'zi, qo'lidan nima keladi. Shunaqa holatlarda ularga to'g'ri yo'nalish berish kerak bo'ldi. O'zlari olib ketadi. Ba'zilarini jamoalarga qo'shib qo'yamiz. Masalan, qiynalgan talabalar bo'ladi, torta olmayotgan. Ya'ni o'zlashtira olmayapti. Shu ketishi bo'lsa, u o'qishdan ketib qoladi. Uni olib qolish yo'lini qilish kerak. Unga biz mentor biriktirib beramiz. Ya'ni yangi kelgan talabalarga o'qiyotgan bolalar bor bizda, kuchli bolalar. O'shalarga iltimos qilamiz, ular individual ravishda o'zlari qo'shimcha dars o'tib, o'shalarni yetkazib oladi bolalar qatoriga. Ya'ni hech bir bola bu yerda qolib ketmasligi kerak. Chunki o'sha birorta bola o'sha guruhdan orqada qolib ketsa, u talabaga emas, birinchi o'rinda bizga zarar. Chunki u birinchi o'rinda o'sha guruhni to'liq orqaga tortadi. Uni qanchalik biz tezlashtirib oldidagi bolalarga yetkazib olsak, bolalarni o'zlashtirish yaxshi bo'ladi. Mana shunaqa holatlarda Hammaga ta'sir qiladi. ha, shu. Bundan tashqari har xil tadbirlar. Masalan, meniki ko'proq o'sha tadbirlar o'tkazib beramiz. Student life-ni, sport musobaqalari, IT musobaqalar. Shularni tashkillashtirsa ko'proq men o'zim o'rtaga tushishga majbur bo'lamiz. Qanday mana shu 2022-yil ochilgan bo'lsa, universitet eng bir o'zingiz maza qilib tashkillashtirgan tadbir qaysi biri bo'lgan? Shu talabalar uchun. Mana hozirgi kunda bizda har bir yo'nalishlar bo'yicha endi biz ekosistemamiz, PDP ekosistem talabalar o'rtasida IT fanlari bo'yicha musobaqalar ketyapti. Ya'ni chempionatlar. Universitet, akademiya, school, junior talabalarimiz borda bizda. Hammasiga bir xil narsa o'tamiz. Faqat bittasida yuzagiroq, bittasida chuqurroq. Shular o'rtasida hozir men musobaqa tashkil qilganman. Bolalar bir-biri bilan musobaqalashyapti. O'shandan to'g'risi juda ham rohatlanyapman, chunki bolalarning shijoatini ko'rib o'zim ham zavq qilyapman shundan. Eng zo'ri shu deb o'ylayman. Biz maktabga ham tashrif qilganimizda PGPga aytishda har qatdan ham shu maktab o'quvchilari boshqa universitetni talabalarini yutib qo'yib g'olib bo'lib kelishdi deyishdida. Ha, shunaqa. Xuddi shunaqa bu yoqda ham shunaqa narsa kuzatilishi ehtimoli bormi? Ya'ni siz universitetingizda talabalarni maktab o'quvchilarini yutib qo'yish ehtimollari bormi? Yaqinda shunaqa holat bo'ldi. Mana front-end bo'yicha olimpiadamizda universitetimiz, akademiyamiz, maktabimiz bolalari uchalasi qatnashdi. O'shanda maktab bolalari juda ham aktiv qatnashdi, zo'r. Endi yutishiga oz qoldi, to'g'risi. Endi baribir universitet, chunki bu yerda juda ham kuchlilar o'qiydi-da. Endi maktab boshqa universitetlar yutishi mumkin, lekin biznikini qiyin. Chunki bizdagi dasturchilar chuqurroq o'rganadi, o'shaning uchun bizning universitetimizni menimcha yuta olmasa kerak deb o'ylayman. Chunki bizning universitetda juda ham kuchli bolalar o'qiydi va dars berayotgan mentorlarimiz ham hammasi o'sha o'z sohasining ustalari. Shu yetuk mentorlar, ularning o'rgatayotgan bilimlari ancha kuchli. O'shaning uchun menimcha bizning universitetimizni yuta oladigan hali maktab emas, boshqa universitetdan bo'lmasa kerak deb o'ylayman biz talabalarimizni. Chunki men bolalarga ishonaman-da, ular bilimini ko'ryapman o'zim. Qattiq maqtadingiz, biz endi tepaga chiqib bir ustozlarning sifatligini olaylik. Rahmat, ustoz, kattakon rahmat. Hop, ilmingiz yo'lda bo'lsin, charchamang. Menga suhbat bersin. Xo'p. Omjon aka, talabalar ham kelib qolishibdi-yu, adashmasam, talabami bular? Bular bilan fikrligini olsak bo'ladimi agar qarshi bo'lishmasa? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Nima uchun keldingiz hozir siz bu yerga? Efirskiy. Qonun qoidani buzib qo'ydik, o'shaning uchun chiqarish xati yozish uchun keldik. Demak, qarang, bu yerda qonun qoidalarga ham qattiq qarashadi-ya. Biz sizlar bitada o'sha chora ko'rib, Kameradan ko'rishadi, chora ko'rishadi, keyin 3 chora ko'rishgandan keyin 3-chisidan keyin haydab. sizda nechinchisi bu endi? Endi menimcha birinchisi. Nima qiluvdingiz?
nima qilish qilgandim. Bo'ldi. Nechinchi kurssiz? Ikkinchi. Obidjon aka aytyaptilar, 3-kursdan boshlab talabalarimiz pul ishlashi mumkin deyishyapti. Rostdan ham shunaqa ham, o'zi yo'nalishi bo'yicha, ko'chada call center yoki boshqa ish qilib emas, balki IT yo'nalishi bo'yicha. Sizlarda ham shunaqa imkoniyatlar bormi? Nimalar qilyapsizlar uning uchun? Soliqni bilasiz, to'g'rimi? Soliq NITS servisi shaxsan o'zim frontda. Soliqmi, sodiqmi? Soliq. Soliq. NITS servisida o'sha frontda daftarchi bo'lib ishlayman. Masalan, ikkinchi kurs bo'lib. Endi qolganlarni ham harakat qilganga yarasha endi bo'lishi mumkin. Davlat xizmatida, to'g'rimi? Davlat xizmati. O'rtancha oylik daromadingiz qancha? Sirvoq qila qolsang yaxshi. Misol 5 milliongacha yo 10 milliongacha? Teparoq. Undan ham tepami? Shunaqa katta daromad olib turib, shunaqa zo'r joyda o'qib turib, qanaqa qilib tushuntirish xati yozasiz, tushunmay qoldim lekin. Endi hamma ham qoidadan rioya qilmaydi. Mayli, rahmat, sog' bo'linglar. Hop charchamanglar. Qo'y. Obidjon aka aytgan gaplaringiz lekin rostdan to'g'ri kelyapti. O'sha 10 milliondan oshiq daromad topaman deyaptilar agar rostini gapirayotgan bo'lsalar. balki maoshlarga qo'shimcha yana daromad topishlari mumkin. Chunki bizda nafaqat IT sohasi bo'yicha ishlashadi, qo'shimcha yana talabalar o'zlari bilan do'stona, masalan, har xil gruppalardan bir-birini topishib olib, do'st bo'lib, ular yana bu freelance platformalaridan undan zakazlar olishadi, ustozlar zakaz berishadi masalan. U zakazlar asosida bolalar yana qo'shimcha mablag', ya'ni ular уже talaba holatida katta hayotga ilk qadamlarni qo'yishni boshlashadi. Asosiy maqsad shu. Hozir biz tepaga ko'tarilamizmi? Hozirda, albatta. Hozir mana qarang, bu yoqda bitta savol bor edi. Mana bu yoqda eskalatorlar bor ekan, tepaga chiqish uchun, lekin hozir ishlamayapti. Nima uchun bunday bo'lmoqda? To'g'ri, buni nima desam ekan sizga? Asosiy sabablardan biri endi talabalar nima deydi? Bu holatda shovqin bo'ladi deyishdi o'tgan maktab. Sizlarda ham shunaqa shovqin bo'lishi tabiiy, Prosta hozirgi holatda bu yerda lift va boshqa zinapoyalar bo'lganligi uchun va u bunaqa noqulaylik tug'dirmaganligi uchun, ya'ni dars jarayonida mana ko'rasiz, juda ham sokin vaziyat. Bu eskalatorlarda ozgina bilasiz va metrolarda ham boshqa. Hozir bu lift zinalar yetadimi? Mingdan oshiq talabalar qiynalib qolishmaydi? Yo'q. Bolalar, talabalarimiz asosan aytaman-ku, gruppa bo'lib yurishadi. Darsga kirishadi, darsdan chiqqandan keyin nafaqat bitta gruppada o'zlarining do'stlari bo'ladi, boshqa har xil gruppalarda ham o'zlarining do'stlari bo'ladi. Bunga asosiy sabablardan bittasi turli xil tadbirlar, turli xil klublar va mana juda ham ko'p menga savollar berishadi. PTP'da universitetida masalan men IT ni o'rganishim mumkin yoki men 4 yil o'rganishim mumkin yoki men PTP akademiyasida 10 oyda o'rganishim mumkin. Nimaga men PTP universitetiga borishim kerak degan savolga men yana bitta javob berishim mumkin soft skilldan tashqari. PTP akademiyasiga borganingizda masalan yoki boshqa IT akademiyalarda o'qiyotganingizda front-end yo'nalishi bo'yicha o'rganayotgan bo'lsangiz, 20 ta sizni sinfdoshingiz bo'ladi, ya'ni kursdoshingiz bo'ladi o'sha front-end bo'yicha. Va bitta sizni front-end bo'yicha ustozingiz bo'ladi. Lekin yillar o'tadi, yillar o'tgandan keyin sizda faqatgina o'sha узкий kruг deymiz, kichkinagina krugdagi front-end yo'nalishi bo'yicha 5 yil, 10 yillardan keyin katta lavozimda ishlayotgan do'stlaringiz bo'ladi. Lekin siz PTP universitetiga masalan yoki IT universitetida o'qiyotgan bo'lsangiz, sizni eng kamida 60 ta, 80 ta juda yaqin turli xil sohalarda ishlab ko'rmoqchi bo'lgan, IT ni turli xil sohalarda ishlab ko'rmoqchi bo'lgan yaqin do'stlaringiz bo'ladi. Va shu bilan bir qatorda nafaqat bitta yo'nalish bo'yicha ustozingiz bo'ladi, sizni bir nechta yo'nalish bo'yicha ustozlaringiz bo'ladi. Ularning har bittasini o'zini office hourslari bo'ladi. Ya'ni ularning qabul vaqtlari bo'ladi. U yoqqa borib, любой istagan savolingizni berib, o'zingizga kerakli insightlarni olsangiz bo'ladi, kerakli maslahatlarni olsangiz bo'ladi. Ya'ni buni imkoniyatlari beqiyos. Zo'r. Qo'y. Tepaga ko'tarilamizmi? Liftda, zinada nima chiqamiz? Yo'q, liftga chiqamiz. Zo'r. Unda liftda ham gaplashib keturamiz. Obidjon aka, agar qarshi bo'lmasangiz. 4-da chiqamiz hozir. Hozir mana universitet shunda 4 qavatdan iborat, to'g'rimi? Albatta. Nimalar bor? Mana birinchi qavatini va minus birinchi qavatlarni ko'rdik. Ikkinchi, 3-chi qavatlarda endi talabalarning o'quv sinflari mavjud. Juda ham ko'p o'quv sinflarimiz bor va shu sabab hozir bu yoqqa kirishimizdan men bir katta bir manfaat ko'rmadim. Ya'ni chunki talabalar hozir darslari bo'lmoqda, boshqa narsa bo'lyapti. Shu sabab hozir
asosiy urg'uni 4-qavatga qarata. Hozir mana qarang, men bitta narsa o'ylanib qoldim-da. O'zi IT deyilganda 2 oy yokida 6 oy yokida 1 yil yetadi-da. 4 yil mobaynida IT o'qish qanchalik to'g'ri? Yo'q, bu Noto'g'ri fikrmi? yetadi deyishingiz hozir mana 10 oylab o'qib turib ham nima deydi, qiynalayotgan insonlar juda ko'p. Masalan, qiynalayotgan deganda o'sha yetuk darajaga chiqishda, ya'ni yetuk deganda o'sha yetuk junior darajasiga chiqishda qiynalayotgan insonlar bor. Yana o'sha sizga yana eskanaqani aytaman. Agar IT ta'limini akademiyalarda o'qiydigan bo'lsangiz, chegaralangan bitta o'zga kurda o'qiysiz, o'rganasiz. Lekin siz universitet o'qiydigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda soft skilllaringiz bo'ladi, hard skilllarga qo'shimcha. Yana juda ham ko'p industriyada, masalan, sanoatda yetuk lider bo'lgan mutaxassislardan bilim ko'nikmalar olishingiz, maslahatlar olish imkoniyatingiz bo'ladi va shu bilan bir qatorda bizni ekosistemani ichida yana qo'shimcha sanoat yo'nalishi bo'yicha ichki kompaniyalar bor va u kompaniyalarda ham mustaqil faoliyat yuritish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Demak, 4 yilda zerikib qolmaydi demoqchisiz, shuni to'g'rimi? Juda ham ko'p manfaatli joylari bo'ladi va bizni pivovarda maqsadimiz baribir 4-kursning oxirida asosiy kastak deymiz, juda ham ko'pchilik bitiruvchilarimiz eng kamida middle darajasida o'sha tayyor bo'lib yetishib chiqishlari bizning maqsadimiz. Zo'r. Hozir men demak qarang, mana o'ylanib qoldim, MITlar, boshqa oliygohlar ham bor-ku, ular ham demak mana shu nimadirlarga chuqurroq urg'u qaratib o'qitishadi, to'g'rimi? Albatta. Asosan amaliyot bo'lishi shart. Amaliyot bo'lishi juda muhim. O'sha amaliyotda baribir talabalar nafaqat prosta o'tirib teoriyadan, ya'ni darslardan o'tirib nima qilishdi. Biz mana biz Obidjon 4-qavat ko'tarildi. Bu yoqda ko'rdik, bir nechta xonalarni yozib qo'yilibdi. Marketing, HR, conference hall, keyin IT department. Bizani hozir qayerlarga olib kelyapsiz? Bu yoqda demak bosh ofisinglar ham deyman, har bitta loyihalarni. Administrativ sizga mana 4-daraja ko'rsatmoqdamiz. Bu yoqda talabalarimiz asosan chiqishadi. O'zlarini jiddiyroq masalalar bilan chiqishadi. Ya'ni mana bu yerda academic affairs'imiz bor. Quality assurance bo'limimiz bor, IT bo'limimiz bor mana, design bo'limimiz bor, marketing bo'limimiz bor. Va talabalarda yana bitta imkoniyat bo'ladiki, universitet ichida o'zlari o'qishdan tashqari men IT sohasiga kirdim, lekin marketingda ham o'zimni sinab ko'rmoqchiman degan masalan talabalarimizga imkoniyat bor. Amaliyotda stajirovkada mana shu marketing bo'limidan o'tish yoki IT bo'limidan o'tish yoki media bo'limimiz bor yoki dizayn bo'limimiz bor. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bu bir o'quv dargohi. Nafaqat bir qanaqadir qisqacha yo'nalish bo'yicha ta'lim markazi deb ataymiz, yo'q. Bu bir katta oliy o'quv dargohi. Bu yerda talabalar o'zini turli xil mansablarda, malakalarda o'zlarini bir anaqalarni sinab ko'rishlari imkoniyatlari bo'ladi. Albatta. Hozir endi bu yoqdan pastga qaraydigan bo'lsak, 3-qavatda, 2-qavatda sinfxonalar shunda. Da. Mana bu yerda hammasi mana hozir. Endi aytmoqchi bo'lganim, bizda ta'lim muqaddas. Ya'ni ta'lim jarayoniga aralashish qat'iyan man etiladi, qat'iyan taqiqlanadi. Shu bilan bir qatorda mana hozir 2-3-kursda hozir 2-3-qavatlarga hozir biz o'tishimiz ozgina noqulaylik tug'dirishi mumkin. O'shandan yiroq bo'laylik degan maqsadda biz 4-qavatga ko'tarildik. Tepadan kuzatyapmiz. Chiroyli ham ko'p xonalarda ochiq, ochiq holatda o'qish qulayroq, proyektordan yaxshiroq ko'rinadi. Yo'q, proyektor ko'rinadi va talabalar ko'rib turibsiz, barchasida deyarli barchasida kompyuterlari bor. Barchasida deganda 100% desak ham bo'ladi. Chunki kompyuteri bo'lmagan, noutbuki bo'lmagan talaba bizda o'qiy olmaydi. Va shu bilan bir qatorda mana hozir bular shu holatida o'rganib, bilimini oladi, tashqariga chiqishadi, tashqariga chiqib keyin coworkingga borishadi. Kimdir boshqa xonalarda o'tirib, o'zaro do'stona suhbatlar qurishadi. Kimdir ustozlariga boradi, loyihasini taqdim qiladi yoki loyihasi bo'yicha maslahatlar oladi. Kimdir o'zini ikkinchi amaliy ishiga kelishi mumkin, marketing bo'limiga keladi, amaliyotdan o'tgani academic affairs'ga kelishi mumkin, boshqa bo'limlarga borishi mumkin. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bu talabalarning hayoti. Talabalarning hayoti har xil tomonlama bularga o'z manfaatlariga erishishlari, ya'ni A nuqtadan B nuqtaga juda yetuk mutaxassis darajasiga chiqishlari uchun maksimal darajada bularga yordam berishga biz
o'z hissamizni qo'shamiz. Temur akani ko'rib qoldik. Assalomu alaykum. O'tgan safarga maktabga qilgan tashrifimizni Temur akadan olganmiz. Qoyil. Hop, bu yoqda kim bilan suhbatlashamiz? Hozir bizning prorektorimiz borlar. Biz iloji bo'lsa ustozlarni ham ko'rib bersangiz zo'r bo'lardi. Obidjon aka, bitta ikkita ustozlarni ham fikrligini olsak. Albatta. Hozir agar imkon bo'lsa, mana bizada Universitet prorektorlari. prorektorlari. Assalomu alaykum. Uzr, sizni bezovta qildim. Assalomu alaykum. Ustoz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Biz ta'lim telekanali loyihasidan kelyotgandik. Universitetinglarni ko'rib, to'g'risi odam xursand bo'ldi. Hali beri o'z sinfxonalarni ko'rishga ulgurmadik. 2-3 qavatda bir rozida, -1 rozida Obidjon akamlar juda bizani universitetga qiziqtirib qo'ydilar. Qayerda o'qigan bo'larding deyilsa, IT yo'nalishida PGP ni tanlagan bo'larmiding deyilsa, ha degan javobga men keldim to'g'risi. Rahmat. Endi ustoz, siz ham bir ikki oz fikrlaringizni olsak deb keldik. Bu universitetda prorektorlik qilar ekansiz. Keyin biz PGP Vision 2030 da ham qatnashganimizda sizni unicorn haqida ma'lumot berganingizni ko'rgan edik, adashmasam. Bir qisqacha o'zi gapirib bersangiz. Men Obidjon akamdan ham so'radim, homiylar bo'yicha, talabalarga yaratilgan imkoniyatlar bo'yicha bir qisqacha o'zingizni bir fikrlaringizni bildirsangiz. Rahmat, avvalo xush kelibsizlar. Biz ta'lim jarayonlarini shu Buyuk Britaniyani ta'lim tizimi bo'yicha olib boramiz. Buni aytishgan bo'lsa kerak. Ta'lim jarayonlari endi o'qituvchilarimiz, ustozlarimiz shu amaliyotdan chiqqan, ya'ni amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan ustozlar talabalarga bir vaqt o'zida ham nazariy, ham amaliy bilimlarni, ko'nikmalarni o'rgatamiz. Ustozlar qanday qilib tanlab olgansizlar? Shu haqida sizdan so'ray qolaylik. Ya'ni ustozlarning malakasi haqida gapirib ketdingiz-ku. Qanday ustozlar o'zi PGPda dars beradi? Mana men ba'zi bir ustozlarni kuzatib qolyapmiz. Faqatgina teoretik tomondan kuchli, lekin praktik tomondan uncha tajribalik yo'q. Ertaga universitetda o'qiyotgan talabalar ham nazariy, ham amaliy zo'r bilimlarga ega bo'lish uchun sizlar ustozlarni qanaqa tanlab olgansizlar? Nimaga ahamiyat bergansizlar? Ustozlarni saralash jarayoni juda ham uzoq jarayon hisoblanadi. Sababi bizda faqat shu nazariy bilimlarga ega emas, amaliy tajribaga ega bo'lish kerak, ya'ni industriyada faoliyat yuritgan ustozlar bo'lish kerak. Shu talabimiz bor. Shuning uchun jarayon, ya'ni saralash jarayoni uzoq vaqt davom etadi va barcha ustozlarimiz shu amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan ustozlar. Va bu bo'yicha bizda o'quv ishlar bo'yicha prorektor batafsilroq ma'lumot berishadi. Siz o'zingiz yo'nalishingiz qaysi bo'yicha shunda prorektorlar? Ma'muriy masalalar bo'yicha. Homiylar bo'yicha ham to'g'rimi menimcha? Unicorn grantlar bo'yicha. O'zi grantlarni qanaqa qilib ajratasiz? Mana intervyu dedilar boya. Intervyu berayotganda nimalarga ahamiyat berasizlar? Mana bizani talabalar yoki ota-onalar ko'rishayotgan bo'lishsa, qanday tayyorlanishligi kerak intervyularga? Avvalo biz nimani Imtihon qilasizlar. imtihon o'tkazamiz, suhbat o'tkazamiz. Mana shu grantga loyiqligini tekshiramiz. Va 2 oylik foundation kursimiz bor, ya'ni boshlang'ich IT kursimiz bor. Mana shu IT kursida o'qitamiz. O'qitish ham O'zimiz o'qitamiz, bepul o'qitamiz. Pulli kurslarimizni bepul qilib berganmiz. Sababi masalan O'zbekistonning turli viloyatlaridan, qishloqlaridan talabalar, nomzodlar ariza jo'natishadi. Ular IT sohasini o'rganishga imkoniyatlari yo'q. Ko'pchilik bexabar bo'ladi yoki kompyuterlari yo'q. Biz bularni mana shu kursda bepul o'qitamiz va 2 oylik kurs tamomlaganlaridan so'ng imtihon, yakuniy imtihon bo'ladi. Mana shu imtihon natijasiga ko'ra grant miqdorlarini belgilaymiz. Komissiya xulosa qaror qabul qilishadi. Grantimiz ichiga demak 1 yil davomida bepul yotoqxona, 3 mahal issiq ovqatlanish kiradi va kontrakt to'lovini 100% gacha bo'lgan qismi kiradi. Talabalar maqsadimiz shu bo'lganki, talabalarning o'qishdan boshqa muammosi bo'lmasin. O'rtancha shunda necha pul grant ajratiladi? Mana 36 O'rtancha 50-55 million atrofida ajratiladi. Shunchasini bepulga berasizlar, o'sha imkoniyatlarga qarab, sharoitlarga qarab. Beg'araz o'sha homiylarimiz tomonidan beg'araz beriladigan yordam, ertaga qaytarish shart emas. Qaytanga keyingi yil uchun agar akademik ko'rsatkichlari xulq-atvor tomonidan yaxshi natijalar ko'rsatsa, grantini keyingi yil ham olishi mumkin bo'ladi. Faqat o'qisa bo'ldi deganda. Maqsadimiz ham shu. O'zi talabalarni eng qiynaydigan masalalar bu yotoqxona, ovqatlanish masalalarida, kontrakt to'lovi.
biz mana shu grant hisobidan iqtidorli talabalarni qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsak, bular faqat o'qiydi, o'qishdan boshqa muammosi bo'lmaydi va yaxshi natijaga erishishadi. Qoyil, zo'r. Ustoz, rahmat sizga kattakon. Rahmat. Sog' bo'ling, ilmingiz ziyoda bo'lsin. Mana shunaqa ko'p yoshlarga zo'r sharoitlar qilib bersin, charchamanglar. Rahmat. Umjon aka, endi qaysi tomonga boramiz? Endi o'sha sizga men bu yoq tarafdan tushamiz. O'sha men sizga va'da bergan eng talabalarni yaxshi ko'rgan joyiga boramiz. U hozircha sekret. Sir bo'lib qolsin. Siz ham ajablanib qolasiz. Nimaga bu mana bu yoqqa boramiz? Nimaga talabalar bu joyni yaxshi ko'rishini hozir birga siz bilan kashf qilamiz. Mana bularni ham boplashibdi. Mana shuni bitta ko'rsatib ketaylik. Suv kuler ustiga qopcha kiydirib qo'yishibdi-da. Va bu yerda faqatgina PGP emas, balki splash suvini ham anaqa turibdi. Buni yuqori ehtimol bilan suvni o'zi qilib bergan qopchalarni ham qarang. Qoyil, zo'r. Va mana bunaqa narsalar ham yozib qo'yishgan joyligi ham bor ekan, o'zining dizaynligida. The first rule of management is delegation. Don't try and do everything yourself because you can't. Antea Turner gaplar. Hamma narsani o'zingizlar ko'rmanglar, delegировать qilishni o'rganinglar deb administrativ boshqaruv jamoa o'tiradigan joyga yozib qo'yishdi. Xo'p. Siz o'zingiz qanaqa bo'lgan bu yerga kelishingiz, ko'tarilishingiz? Omjon aka, qachondan beri o'z bu yerda ishlaysiz? Uzoq yil qo'shni davlatda nima deydi, ta'lim sohasida ishlaganman. Qaysi mamlakatda, qaysi yo'nalishda? Qozog'istonda asosan shu biznes sohasi bo'yicha biz birinchi biznes sohasi bo'yicha faoliyat yuritganmiz. Xalqaro neftinoy kompaniyalar bilan hamkorlik qilganmiz. Keyin koronavirusda O'zbekistonga keldik. O'zbekistonga kelgandan keyin yana o'zimizni baribir ta'limda topishni o'zimizga ma'qul deb bildik va shu universitetda ustoz sifatida boshlaganmiz ishimizni, faoliyatimizni. Biznes analitik bo'lib turib, tahlilchi yo'nalish bo'yicha darslarni berib borardik. Va keyin juda ko'p qadriyatlarimizni, hayotiy bir missiyamizni shu jamoa bilan bir-biri bilan chambarchas bog'liq ekanligini his qilgan holatimizda asta-sekinlik bilan shu boshqaruvda talabalarga yanada kengroq miqyosda yaxshilik ulash maqsadida ko'tariladi. Hop, qarang, ustozlikdan boshlab turib, bunaqa ko'tarilib ketganligingizga nima sizga bir ta'sir qildi, nima sizga bir sabab bo'ldi? Mana qolgan PGPning ustozlari ham bizdan ko'rishayotgan bo'lishsa, ular ham ko'tarilishmoqchi bo'lishsa, balki shu siz beradigan maslahatlar juda foydali bo'lardi. Asosan yaxshilik. Yaxshilik ulashish kerak. Yaxshilik ulashishda o'sha 9 dan 6 gacha faqat ish kuni emas. Ya'ni kuniga 12 soat, 16 soat, haftasiga 5 kun emas, 7 kun yaxshilik ulashish maqsadida bo'lgan har qanday inson har qanday yuksaklikka erisha oladi. Biz bunga ishonamiz. Mana sizga va'da qilingan. Hozir to'xtang. Birinchi siz mavzuyingizni tugataylik, Objon aka. Kiravering. Xo'p, mana qarang, demak, ustozlikdan boshlagansiz, ustozlikdan keyin ko'tarildingiz. Ko'tarilganingiz birinchi bo'lib kim bo'lib ishladingiz? O'sha lavozimda ishlab kelasiz. Talabalarni iqtidorlarini rivojlantirish bo'limi rahbari bo'ldim. Ularga yana qo'shimcha o'quv bilimlar berish, tadbirlar tashkillashtirish bo'yicha hozir mana Kamoliddin aka ko'rgan Student Affairs'ga bir egizak yordamchi sifatida bir bo'lim ochib, o'sha yerda rahbar bo'ldik. Va shundan keyin u bo'limni faoliyati, mas'uliyat doirasi juda kengayib, hamkorlik bo'limi va shu bilan bir qator karyer sentr bo'limi funksiyonallari ham qo'shildi. Hozir qarang, mana bu yoqda aytyapsiz, hamkorlik bo'yicha zo'r narsani gapirdingiz-da. Universitet qanaqadir boshqa oliygohlar bilan ham hamkorlikda ishlaydi yoki faqatgina shu Angliyaniki Pearson dasturimi bitta? Yo'q. Hozir endi u to'g'risida e'lon qilinishi bo'lgan muddat bo'lganligi uchun hozir ko'p gaplarni gapira olmaymiz. Hozirgi paytda ikkita katta universitet bilan nima deymiz, bir flagmanskiy kelishuv bo'lyapti. Flagmanskiy kelishuv degani endi bular bizga как pioner
partnyor bo'lishadi, eng prime partner deymiz, ammo bu asosiy partnyorlarimizdan bo'lishadi va ularni diplomlarini bizning talabalarga ham taqdim qila olamiz. Biri Angliyadan, ikkinchisi Koreyadan. Shu ikkita universitet bilan hozir hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. То есть уже oxirgi bosqichlardamiz. Uni e'lon qila olmaganimiz tufayli hozircha men u to'g'risida batafsil ma'lumot bera olmayman. Zo'r. Xo'p, rahmat. Mana hozir biz keldik, tushdik. Yana -1 ga naryoqda coworking edi. Bu yoqda zal ko'ryapmiz, oshxona ko'ryapmiz va yana bitta oshxona ko'ryapmiz. Bular haqida bizni maktabga qilgan tashrif videomizda ma'lumotlar bor edi. Agar qarshi bo'lmasangiz, vaqt ketkazsangiz, bular haqida javoblar ko'p ma'lumot bermaymiz. O'zingiz nimani bizga bu yoqda aytmoqchisiz? Shularni yo'naltirib olsak Bu bo'ladi. endi kelganda o'sha aytganimdek, talabalarni o'sha nima deymiz, yaxshi ko'rgan joyi Yuring. qorin to'q, g'amim yo'q deyshadi. Ha. Mana bu yoqda ustozlar uchun joy qilganmiz, bu yoqda talabalarning o'zi uchun joy qilganmiz. Hozir shunda mana qarang, bu yoqda talabalarga ham, o'quvchilarga ham, maktab o'quvchilariga bitta joy bo'lsa, qanaqa qilib sizlar ularning vaqtini to'g'ri boshqarasizlar? Ketma-ket edi. Ketma-ket edi. 12 soat 12da masalan maktab o'quvchilarimiz 12da. da kelib ta'lim tamaddi qilishsa, keyin universitet talabalari kelishadi. Birdan. Da. Shu bilan bir qatorda bu yerda qorin to'q, g'amim yo'q deyshadi va u chap tarafini ko'rgan bo'lsangiz, o'sha sport kompleksimiz. Bunga ichki Universitet binosi hozir Obidjonik 24/7 ishlaydimi yokida vaqt cheklanganmi? 24/7. Bemalol talabalar shu yoqda kecha soat 2da kelib ham tennis o'ynashsa bo'ladimi? Buni nima deymiz? O'ziga yarasha sabablari bo'lishi kerak. Ha. Ya'ni hammaga barchaga lang qilib ochib qo'yilmaydi. Ha. Uni oldindan masalan ijozatini so'rab, Ha. asosli ravishda kelib va bu yoqqa kelgandan keyin asosan maqsad sport ekanligidan biz amin bo'lganimizda albatta hech qanday qarshilik bo'lmaydi. Zo'r. Ko'rib turganingizdek, bu yerda настольный tennisda o'ynashadi. Mana bu yerda karate har xil sport turlari bo'yicha mana qilib o'tkazib turiladi. Musobaqalar. Endi yana borib bu sport majmuasini kengaytirib, yana boshqa jihozlar bilan ta'minlab, bolalarga yanada imkoniyatni kengaytirishni maqsad qo'yganmiz. Futbol stadionlari ham bormi yo? Futbol stadioni bizda tashqi tarafda bo'lishi kerak, uni keyin bir xos ko'rib ana qilsak bo'ladi. Zo'r. Hop, unda Obidjonik endi bizga nima ma'lumotlar qoldi? Gapirishimiz kerak bo'lgan. Agar o'zi tugab qolgan bo'lsa, mana shu ham sekin yakunlab yuborardik. Endi nima desam ekan? Asosiy baribir maqsad talabalarni, yaqinlarimizni, yoshlarimizni, shu bilan bir qatorda xodimlarimizni o'sishlarini, ya'ni barchamiz o'sa olamiz. Barchamiz mana masalan men o'zim 25 yildan beri ustozlik faoliyatimni yuritib kelayotgan bo'lsam, ta'lim sohasida shu 25 yildan beri ko'rgan narsamdan men amin bo'lganim, aqlli va aqlsiz talaba bo'lmaydi. Oldinroq kelaylik. Aqlli va aqlsiz talaba bo'lmaydi. Ya'ni kuchli bo'lishga qaror qabul qilgan, kuchli bo'lishga qaror qabul qilmagan talaba bo'ladi. Ya'ni ularning irodasidan kelib chiqqan holatda biz aytamiz-ku, odam qilgan ishni odam qila oladi deymiz. Menda shunaqa tushuncha bor. Mayli A raqamli talaba, masalan A ismli talaba bir qandaydir milestone kechib o'tish uchun 3 oy kerak bo'lar. Boshqasiga 6 oy kerak bo'lar. Lekin ikkalaligisi ham qanchadir muddat ichida kurashsa, o'sha darajaga yetib borishi bu juda fakt, aniq narsa. Buni Career Center rahbari sifatida ham juda ham ko'p guvohi bo'lib kelyapman. Nega desangiz, shunaqa talabalar keladi, o'ziga ishonchi yo'q, darsini vaqtida o'qimagan, baholari yaxshi emas, ustozlardan dakki eshitgan va motivatsiyasi juda tushib ketgan. Kelishadi, nima qilishni bilmayman, qanaqa qilib o'sishim kerak, qanaqa qilib kompaniyaga ishga kirsam bo'ladi. Keyin endi men ham aka ham ustoz sifatida ularga o'sha roadmapni tuzib beraman va vazifalarni beraman. Shu vazifalarni qilgin, men o'zim senga nima deydi, katta ehtimol bilan garantiya beraman. Ya'ni 100% bo'lmaydi baribir. Katta ehtimol bilan garantiya beraman, ishga kirib ketishing juda yengil bo'ladi deyman. Va ishonsangiz, ular shu vazifalarimni qilib turib, oxiriga yetib bormas, meni oldimga kelishga ulgurmasdan ham o'sha ish topib ketishadi. Ish topib ketib, keyin meni oldimga faqatgina shu xursandchiligini ulashgani,
qarang rostdan ham shu aytganingizni qilganda mana shu vazifalarni bajarganda inson haqiqatdan o'zgarar ekan degan ana ko'zi yonib kelishadi bu narsa juda quvonarli holat. Va bu narsa o'ylaymiz barcha yoshlarimizda ham barcha talabalarimizda ham bo'ladigan bir qanaqadir bir ichki holat deb bilaman va shu orqali biz umid qilamiz o'sha PDP jamoasi, PDP rahbariyati va barcha stakeholderlarimiz va shu yaxshilikda biz bilan hamkor bo'layotgan hamkorlarimiz shu talabalarni o'zlarini o'zgarishlarida baribir qanaqadir nima deydi katta yetuk natijalarga erishishlarida o'zlari ham omil bo'ladi, o'zlari ham sababchi bo'ladi deb umid qilamiz. Zo'r. Qarang, o'zingiz mana Career Development Centerda ishlaganingiz uchun ham bir ikkita bizani ko'rayotgan shu talabalarga ham fikrlab berib ketaylik. Ertaga universitet bitirgandan keyin yo'nalishida ishlash uchun universitetdan qanaqa qilib maksimal foyda olishga ahamiyat berishlari kerak? Birinchi o'rinda nima desam ekan? Pul topaman degan narsadan yiroq bo'lish kerak. Даже shunaqa bizda tushuncha bor, agar pulga ehtiyoj bo'lsa, grant yo'q bo'lsa, kimdandir qarz olib bo'lsa ham faqatgina kuniga 16 soat, 18 soat fokusni faqatgina ta'lim olishga qaratish kerak. Birinchi, ikkinchi kurs juda qattiq harakat qilish kerak. Birinchi kursda baribir bazaviy bilimlar bo'ladi. U bilimlarni nima deydi, masalan 10 oylik olinish kerak bo'lgan bilimlarni men 5 oyda olaman deb maqsad qo'yish kerak. Va u bilimlardan tashqari yana qo'shimcha bilimlarni olishga g'ayrat bel bog'lash kerak. Va shu bilan bir qatorda keyin ikkinchi kursga kelganda, ikkinchi kursga kelganda kasbga aloqador ko'nik bilan olishni boshlash kerak. Uning ichiga ham soft skill, ham hard skilllarni yanada chuqurlashgan variantlari kirib ketadi. Va ikkinchi kursning oxiriga borib turib, o'zi yoqqan soha bo'yicha, o'zi yoqqan yo'nalish bo'yicha sekin-sekin ishga tayyor kadr bo'lsa bo'ladi, qachonki o'zini ustida ishlasa. Hech kimda men hech qachon ishonmayman, mana bu bola salohiyati past, 2 yil qattiq mehnat qilgani bilan ham shunaqa darajaga chiqa olmaydi degan so'zlarga men ishonmayman. Men buni asoslab ham keltirib beraman, argumentlarni ham keltirib berishim mumkin. Любой talaba kim bo'lishidan qat'iy nazar, yoshidan qat'iy nazar, agar juda qattiq harakat qilsa, o'sha kerakli rejalarini, roadmaplarini masalan ustozlardan olib, to'g'ri yo'nalish bo'yicha harakat qilsa, 2 yil ichida любой talaba o'zini sohasi bo'yicha junior darajasida, ya'ni faqat IT emas, boshqa sohalarda ham o'zini darajasida ishga kirib ketsa bo'ladi, lekin o'shanda ham oylikni talashish kerak emas. Birinchi o'rinda o'sha ishxonadagi ustozi bo'lishi mumkin, o'zini nachalnigi yoki o'zini mana o'sha universitetda o'qiyotgan qanaqadir o'sha kasb yo'naltirgan ustozi bo'lishi mumkin. O'shani mentor qilib mahkam ushlash kerak. Ustoz, siz meni nima deydi, eskilarning gapida pirimsiz, men sizni muridingiz bo'laman. Sizni aytganingizni qilaman, chizgan chizig'ingizdan chiqmayman deb qattiq harakat qilinsa, 2 yilda o'sha istalgan talabaning hayoti 180 gradusga o'zgaradi. Men bunga aniq ishonaman. Hoy, endi shu mana universitetda bir nechta ustozlar bo'ladi, bitta ustoz bo'lmaydi. Qaysi ustozni pirim deyish kerak? U o'zini hissiyotlaridan kelib chiqadi. Masalan, talaba bilmaydi, qaysi soha unga yaqin. Bir sohani tanlab ko'radi, u soha qanaqadir unga o'sha hissiyotni bermayapti. Kuniga 12 soat, 14 soat, haftasiga 7 kun ishlashga bo'lgan ehtiyoji ana hissiyotni, motivatsiyani bermayaptimi? Demak, boshqa sohani tanlash kerak. Yana boshqa sohani tanlash kerak. Ya'ni inson bu hayotda o'ziga, qalbiga yaqin, yo'nalishiga yaqin bo'lgan, o'ziga yaxshi hissiyotlarni beradigan ish bilan shug'ullanish kerak-da. Ana o'shanda u boshqacha darajada o'sadi. Shu yerda mana ustozimiz Husan aka Mamasaidovning gaplarini keltirib ketamiz. Делай то, что любишь, люби то, что делаешь, и пусть это приносит тебе деньги degan gaplari bor edi. Unda bir davom ettirib keturamiz. O'zi mana bir ikkita bolalar haqida ma'lumotlar berdik-ku. O'shalar aynan qaysi kompaniyalarda, nimalarda ishlashayotganligini ham aytib ketsak bo'ladimi? Mana biz bilamiz, universitetlarni yil tugayotganda yoki mana shu bahor boshlanganda har xil karyerniy forumlar bo'ladi-ku. Sizlarda ham mana shunaqa qanaqa karyerniy forumlar bo'ladimi? Endi boshlayapmiz. Hozircha uni endi shakllantirayotgan anaqasiga jarayondamiz. Kompaniyalar miqyosida aytadigan bo'lsak, endi ularni nomlarini keltirib o'ting desiz, men keltirib o'tsam. Yaxshi bo'lardi. Masalan, mana Uzumda ishlaydigan talabamiz bor. Katta masalan Vencon
UIC, Reelsort va shunga o'xshagan boshqa IT kompaniyalarda ishlaydigan, endi katta IT kompaniyalar ular. IPAMda mana ishlaydigan. Ular mana bir talabalarimiz vaqtda bor. Obidjonga ulgurishadimi ham universitetga ham ishga? Albatta. Buni mas'uliyatini ular his qilishgan. Boshida his qilgan holatdagina ular baribir kirishganda. ishga kirishgan, to'g'ri. Chunki u ishda ular yanada chuqurroq bilimlarga ega bo'lishadi. Bu yerda o'sha xalqaro Pearson BTech loyihasi bo'yicha programma asosida, dastur asosida o'qishadi. O'shandan kelib chiqib, bu yerda hozir ikki tomonlama inglizchaga aytganda win-win situation bo'lyapti. То есть ikkala tomonlama ham g'alabada bo'lamiz. Zo'r. Qayerga ko'tarilamiz? Bo'ldi. Hozir endi biza qabul bo'limimiz bu yoq deydi. Bu yoqdan sekin hozir kirib borsak bo'ladi. Boya bitta sizlar bilan kelganda Kirish imtihonlari, savollar haqida so'raydiganimizda, to'g'ri? Yo'q, albatta. Hozir o'sha borasida batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi hozir. O'qishga kirishlar bo'yicha-da. Albatta. Bu mana boyagi xona, Student Union xonasi. Bu o'sha mustaqil talabalar jamiyati. Ya'ni ular o'zligisi mustaqil har xil harakatlar bilan anaqa qilishadi. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Talabalarimizdan biri Azizbek. Bu yosh shunda talabalar uyushmasida, to'g'rimi? Talabalar uyushmasida mustaqil. Student Union. Nechinchi kurssiz aka? 3-kurs. Mana как раз zo'r bo'ldi. Biz 1ni ham topdik, 2ni ham topdik, 3ni ham topdik. To'rlar bor-a? Yo'q. Endi keyingi yil bo'lishadi. Bular to'g'ri bo'ladi. 6 oydan keyin kelsanglar, bularni to'g'ri qilib Qo'ying. Qalay bo'lyapti endi aka? Mana 3 yildan beri shu universitetda o'qir ekansiz. Natijalar qanaqa? Xursand bo'ldingizmi, rozi bo'ldingizmi kirganingizdan, to'lagan kontraktlaringizdan? Da, roziman hammasidan. Birinchi navbatda shu darslar ham sifatli и networking ham juda ham zo'r bo'ladi. Ham tanish bilish tomonlama ham o'zimiz shu yangicha yo'nalishni ham kashf qilganmiz o'zimizda. Qanaqa? Masalan, faqat IT bilan cheklanib qolmasdan, faqat o'qish bo'lib qolsa ham zerikib qolish mumkin odamlar. Talabalar vaqtini maroqli o'tkazish uchun har xil tadbir tashkil qilinadi Student Union tomonidan. Men o'sha Student Unionni media bo'yicha vitse-prezidentiman. Kelganimda faqat IT da o'rganaman deb kelgan bo'lsam, hozirda SMM ni ham bilaman. Mediani o'rganib olgansiz. O'rganganman. U qayerdan o'rgandingiz? Nimalar qildingiz desam o'rganishingizda? Universitet sizga qanaqa yordam berdi? Universitetda yordami juda ham katta desam bo'ladi, chunki men bu universitetda o'zini mediasi, ekosistem mediasida juda ham katta yordam olganman. Bilimlarni o'rgatishgan menga, katta syomkalar biz o'zimiz ham sal qarashib, yordam berib, darsdan bo'sh vaqtida qilganmiz. Zo'r. Bu yoqda nimalar bilan ko'proq shug'ullanasizlar Unionda? Unionda asosan men bu talabalarni vaqtini maroqli o'tkazish, tadbirlar, har xil hakatonlar, sport musobaqalari yuqoridagi top menejerlar bilan aloqasini mustahkamlash. Shunaqa. Agar qanaqadir takliflar bo'ladigan talabalardan o'shani olib chiqamiz biz. Siz mana qarang, o'qiysiz, o'qishdan tashqari bu yoqda shug'ullanib o'tirasiz. Sizga bu qanaqa foyda tomonlari bor? Mana qolgan bolalar qayerdadir borib ishlashar ekan, yoki kimdir borib uxlaydi, dam oladi, yoki kimdir boshqa narsa qiladi. Sizni nima bu yoqda ushlab turadi? O'qishdan tashqari Student Unionda vaqtingizni o'tkazishingizga. Talabalar vaqtini maroqli o'tkazishda biz zavq olamiz mana shunda. Ya'ni talabalar qancha xursand bo'lsa, shu universitetdan rozi bo'lsa, bizga ham foydaliroq bo'ladi qanaqadir ham. Bizga mana shu nima deydi, qanaqadir maza qiladi Siz odam. o'qish kontraktmi? Kontrakt. Grant qilib berishlik ham mumkinmi? Mana shunaqa zo'r o'zingiz faol ko'rsatgan, sizga qiziqmi o'zi grantli yo qiziq emasmi? Grant qiziq albatta. O'shani olib ko'rishga nimadir harakat qilib ko'rmaganmiz? Yo'q, harakat qilib ko'rmaganman. Chunkida shu bizdan ham muhtojroq talabalar bordir degan maqsadda. Iqtidorlilarchi? Iqtidorlilar ham bor. Talabalar juda ham ko'p. O'zimiz 3-kursda ham, 2-kursda ham, 1-kursda ham. O'zimiz tanishlarimizdan. Zo'r. Mayli, rahmat sizga. Omadingiz bersin, xo'p, charchamang, sog' bo'ling. Rahmat. Qo'yil. Hop, endi mana bitta bizani kompyuter laboratoriyamiz. Buni ham ko'rib ketamiz? Kompyuter laboratoriya. Dars bo'lyapti, menimcha. Endi hozir mana qabul bo'limiga keldik. Bu yerda hozir sizlarni Salomon bilan topshiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Charchamayapsizlar? O'zi kirish ham boshqacha ekan. Kirishimiz bilan bittada odam ushlab qoladigan hidlar, iforlar hammasi rejalashtirilgan. Albatta. Bu xonani biz endi men ko'p insider informatsiyalar berib tashlaman. G'iybat qilib bu xonani biz 9 yulduzli xona deymiz. Bu yerda televizor,
o'tirish, xullas kelgan inson o'zini uyutniy his qilishi kerak, boshqacha atmosfera bo'lishi kerakligini biz maqsad qo'yganmiz. Baraka topishsin, ancha maromiga yetkazib, ancha juda chiroyli qilib xonani qilib qo'yishgan. Zo'r. O'shanga buyog'iga batafsil ma'lumot berasiz? Valloh. Qabul bo'limi bo'yicha. Opa, agar qarshi bo'lmasangiz bir ikki savollarimiz bor edi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu yoqqa kelursiz ham fonda chiroyli chiqar ekan. O'zingiz bir qisqacha tanishtira olasizmi? Kamol ismim. PGP universitetida shartnomalar bo'limi rahbar bo'lib ishlayman. Bu yoq qabul bo'limi. Hozircha bu yoqda hech kim yo'q. Demak, qabul hali boshlanmagan. Ertaga boshlangandan keyin ko'payib ketadi odamlar. Albatta. O'zi o'qishga ko'p, xudo xolisa. o'zi o'qishga kirish qanday bo'ladi bu yoqda Kamol opa? Nimalar qilish kerak? Mana abituriyentlar bizdan ko'rayotgan bo'lsa, nimalarga ahamiyat berib turib, chuqurroq o'rganib bu yoqqa kelishlari kerak? Bizada qabul matematika fanidan bo'ladi. Ya'ni imtihonlar bizada matematika va mantiqdan bo'ladi. Imtihonlar bizada test ko'rinishida, ya'ni 40 ta test savoli bo'ladi. Shundan 30 tasi matematikaga oid va 10 tasi mantiqiy bo'ladi. Bolalarning IQsini tekshirish uchun. Xo'p, qabulga registratsiya bo'lish uchun ikki xil yo'li bor buni ro'yxatdan o'tishi. Bizning veb-saytimiz orqali ro'yxatdan o'tishligi mumkin abituriyentlar yoki call centrimizga qo'ng'iroq qilib, mutaxassislar tomonidan registratsiya bo'lsa bo'ladi. Imtihonlarimizda qatnashishdan oldin albatta pasport danlilar beriladi va imtihonga pasportligi bilan kelishligi kerak. Demak, o'rniga boshqa odamlar kirib keta olmaydi. Ha, xuddi shunaqa. Shuni tekshirish uchun. Hozir shunda faqatgina matematikdan imtihon bo'ladimi? Ha, Ingliz tili albatta. yo'q. Yo'q, chunki ko'pchilikning ham ingliz tilidan bilimi yetarli darajada emas. Shuni hisobga olganmiz va IT fanidan o'zi umuman maktablarda IT fanlari kirgizilmagan. Shuning uchun ham faqat matematika. Ha, shuning uchun ham IT dan. Lekin dastur, qo'shma dasturlar Angliya bilan hamkorlikda-ku, keyin talabalar kirgandan keyin ingliz tili bo'yicha qiynalib qolishmaydimi? Bizada birinchi kurs shuning uchun ham aynan foundation qilingan. Ya'ni birinchi kursda biz IT dan va ingliz tilidan boshlang'ich darajadan boshlab bilimlar beramiz. Shuning uchun ham bu muammo tug'dirmaydi. Agar mana deylik o'quvchi ingliz tilini ham bilsa, IT ni ham boshlang'ich bilsa, birdaniga foundation o'qimasdan ikkinchi kursga o'tib ketsa bo'ladimi? Yo'q, chunki bizada 4 ta yo'nalish bor IT bo'yicha. Shuning uchun yo'nalishlarni tushunib olish uchun foundation kursini o'qish kerak ko'p holatlarda. Ya'ni 4 ta yo'nalishni birinchi kursda biz umumiy o'qitib o'rgatamiz. Talabalar tushunib olgandan keyingina ikkinchi kurs yo'nalishini tanlab, shu yo'nalish bo'yicha o'qishni davom ettiradi. Shuning uchun birinchi kurs juda ham muhim. Keyin qo'shimcha qilishim mumkin. Aytganingizdek, bizada o'zbekcha guruhlar va ingliz tili guruhlari bor. Agar abituriyent o'zini sertifikatlari bo'lsa, ingliz tilidan TOEFL, CIFR yoki IELTS sertifikatlari bo'lsa, o'zi kerakli darajalari bor. Misol uchun IELTS dan 5,5 bo'lish kerak eng kamida. Shunaqa darajada sertifikatlari bo'lsa, birinchi kursdanoq bizada ingliz tili guruhlarida boshlashi mumkin talaba. Ingliz tili guruhlarimizda hamma fanlar to'liq ingliz tilida o'tiladi. Agarda sertifikatlari bo'lmasa, ya'ni ingliz tilidan darajasi boshlang'ich bo'lsa, unda bu ham muammo emas. Bizning o'zbek guruhlarimizdan boshlashadi. O'zbek guruhlarimizda biz 2 yil mobaynida ingliz tilini o'rgatamiz. IELTS ga ham o'zimiz hatto tayyorlab boramiz. Ya'ni qo'shimcha kurslarga qatnashish shart bo'lmaydi bolani. Va ikkinchi kursi oxirigacha IELTS sertifikatini olib kerakli joylardan 3-kursda ingliz tili guruhlarimizga o'tishadi. 3-kursda bizada o'zbekcha gruppalar bo'lmaydi. Hamma standart ingliz tili guruhlarida o'qiydi. Chunki Britaniya diplomini olish uchun albatta 2 yil ingliz tilida bitirish shart. Qo'y. Zo'r. Endi mana o'qishga kirishdi. O'qishga kirishgandan keyin hozir 4-kurslar ham yaqinda chiqib kelar ekan, to'g'rimi? Nasib qilsa. Endi ota-onalar mana kelishganda, o'zi bu universitet ishonchlimi, ertaga diplom o'tadimi degandagi eng ko'p savol shu bo'lsa kerak. Mana shu savolga ham javob berib ketsangiz. PGP ga o'qishga kirishsa, ertaga bitirib chiqishsa, davlat korxonalarida ishlash imkoniyati bo'ladimi? Birinchisi, ikkinchisi, mabodo ertaga universitet yopilib ketib qoladigan bo'lsa, nima qiladi? Chunki xususiy ota-onalar ishonishi kerak. Ishonishi uchun ularga qanaqa qilib sizlar ishontirasizlar? Xo'p, diplom o'tamidimi degan savolga hozir bilasizlar, hech qanaqa xususiy universitet baribir o'ziga o'zi ishlamaydi. Albatta davlat tomonidan ro'yxatga olingan bo'ladi. Davlat tomonidan ro'yxatga olinib, albatta ularga litsenziyalar, guvohnoma beriladi ishlash uchun. Ya'ni davlat litsenziya beryapti, mayli bemalol ishla, men diplomingni tan olaman deb litsenziyasi bergandan keyin qanaqa qilib davlat diplomni tan olmasligi mumkin? Ya'ni bizda litsenziyalar bor, hammasi joyida, veb-saytimizga qo'yilgan, bemalol tekshirishligi mumkin. Davlat tomonidan har qanaqa ro'yxatdan o'tganmiz va diplomimiz 100% tan olinadi. Ikkinchi savolga javob berib ketib qolsam.
bunaqa bo'lishi mumkin. Endi force major har xil situatsiya bo'lishi mumkin. Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, ota-onalar xotirjam bo'lishligi uchun aytaman. Davlat tomonidan shunaqa qonunlar qabul qilinganki, agar qaysidir universitet qaysidir holat bilan yopilib ketadigan bo'lsa, u universitetni talabalari davlat tomonidan boshqa xususiy universitetlarga o'tkazib qo'yiladi yoki davlat universitetlariga o'tkazib qo'yiladi. Ya'ni kelgan joydan ular bemalol davom etib ketishligi mumkin. Ko'chada qolmaydi talabalar. Qo'shimcha qilib ketsam, mana e'tibor bergan bo'lsanglar, hamma stollarda O'zbekiston bayrog'ini yonida Buyuk Britaniya bayrog'i bor. Bu degani albatta Pearson Bitek tomonidan har bir o'quv yili tugatishida talabalarimiz diplom olishadi. Har yili. Da, masalan, shunaqa talabalar bor, akademiyskiy отпуск olishdi. Bo'ldi, ta'tilga chiqib ketishdi. Ular mana o'tgan yili birinchi kursni bitirishdi, 1 yillik akademik отпуск olgan. Nima deydi, o'qishni davom ettirmasligidan qat'iy nazar uni diplomi keldi. Diplomi mana yaqinda yana olib ketishdi. Aytmoqchi bo'lganim, bu har o'quv yilida olayotgan xalqaro darajadagi o'sha Buyuk Britaniya ta'lim standartlariga mos keladigan off-call deymiz, standartlarga mos keladigan Pearson Bitek programmasi bo'yicha olinayotgan diplomni olgandan keyin bu tushunchalar, bu xavotirlarni men o'rinsiz deb bilaman. Shu bilan bir qatorda o'sha yana sal oldinroq aytib o'tganimizdek, ikkita flagmanskiy universitet hozir harakatdamiz va bittasi Buyuk Britaniyani universiteti bo'ladi, bittasi Koreyan universiteti bo'ladi va ularni eksklyuziv hamkor O'zbekistonda biza bo'lishimiz o'sha как бы aniq bo'lib qolganda. Qo'y, zo'r. Endi opa, agar qarshi bo'lmasangiz, bu yoqdagi doska haqida ham bir qisqacha suhbatlashsak, mayli? Qanaqa o'zi bu yoqdagi natijalar? Bu kubok shunda har yili o'zgaruvchan kubokmi? Ha, bizada har yili faqat ta'limga qaratilmagan. Bizada yana sport bilan shug'ullanishadi bolalar. Studentlar hayotini qiziqarli, mazmunli o'tish uchun bir qator universitet tomonidan qulayliklar yaratilgan. Rektor kubogimiz bor. Har yili studentlar tomonidan o'ynaladigan kubok. Bunga pul yutuqlari, zo'r yutuqlar qo'yishadi. Shu rektor kubogimiz. Bu yerda mana komandalarni ko'ryapsiz, rasmlari. Oldingi yil, shu 2024-yilda komandalar yutib olishgan. 1 milliondan shunda voucher berilganmi? 3 milliondanmi? Har bitta komanda a'zosi uchun shunaqa Kontrakt to'lashganmi yo o'zi shunday naqd berilgan? Naqd berilgani. Qoyil, zo'r. Bu studentlarning hayotini yanada qiziqarli qilish uchun, ularni yana ham rag'batlantirish uchun. Bu muhimda studentlar uchun. Qoyil. Va bu yerda turli xil boshqa tadbirlar, jarayonlar. Bizada universitetda shunaqa qilinganki, zo'r IT mutaxassislarni, ya'ni o'zini juda ham katta natijalarga erishgan biznesmenlar har xil anaqalarni biz taklif qilamiz, mehmonimiz bo'lishadi. Ya'ni bular talabalarga motivatsiya berib har xil anaqalar ko'rsatib ketishadi-da, shuning uchun taklif qilamiz ularni. Undan tashqari mana student union guruhlarimiz bor. Xuddi anaqaga o'xshab qilingan. Prezidentlar vibirlarni o'tkazishadi, shunga o'xshagan juda ham ko'p anaqalar. Mana bu yil yaqinda studentlar uchun, menimcha men hech qaysi universitetda ko'rmaganman, studentlar uchun barcha studentlar uchun iftorliklar tashkil qilindi, sumalaklar qilindi universitet tomonidan. Bu universitetga yana ham talabalar mehr berish uchun menimcha muhim deb o'ylayman. Menga rostdan ham talabalar bilan biz gaplashib chiqdik-ku. Juda ko'pchiligi iliq munosabatda-da. Ya'ni maktab o'quvchilari bilan gaplashganlikda ular ham keyin nima qilmoqchisan deyilsa, bir nechtasi PGP universitetida o'qishimni davom ettirmoqchiman deyishdi-da. Demak, patriotizm ham universitetda aytganingizdek zo'r yoritib, ana mehr muhabbatlar zo'r qilib borilar ekan. Qadriyati bor universitetda, qadriyatlar bor. Shuning uchun hamma faqat o'qish uchun emas, bu yerda o'z umuman universitet atmosferasini his qilish uchun ham keladi bu yerda ko'pchilik talabalar. Kamol opa, rahmat kattakon. Ilmlar ziyoda bo'lsa, ota-onalar xudo xolisa ko'payib ketib, talabalar ham ko'payib ketib, universitetda yanada fayz qo'shadigan iqtidorli o'quvchilar kelish nasib qilsin. Rahmat. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p, Jon aka, hali 9 yulduzli xonani tark etamiz endi. Endi nima qilamiz? Endi shu xutomani qilamiz siz bilan. Shu yakunlash. Gap indallosi deymiz-ku. O'sha shuncha harakat, shuncha mashaqqat yana bir bor eslatib o'tishimiz kerak bo'ladi. Nima uchun qilinyapti? Birinchi o'rinda baribir talabalarimizni shu hozirgi qandaqadir o'zlarining holatlaridan o'sha ilmli, yaxshi yetuk dasturchi darajasiga chiqishlarini o'sha holatlarida o'z hissamizni qo'shib qolaylik. Mana shu
vaziyatda biz o'zimizga qanaqadir kichkina bo'lsa ham bir rol o'ynab qolaylik degan maqsadda qilinyapti deb bilaman. Shu bilan bir qatorda men o'zim ham mana 25 yildan beri ta'lim sohasida bo'lsam, menda shunaqa tushuncha paydo bo'lganki, aqlli va aqlsiz degan talaba yo'q. Unaqa tushuncha yo'q o'zi. Unaqa o'zi hayotda real yo'q. Ya'ni qanaqa talaba bo'ladi? Kuchli bo'lishga kurashaman deb qaror qabul qilgan talaba bo'ladi. Kuchli bo'lishga kurashaman deb qaror qabul qilmagan talaba bo'ladi. Mana shu ikkalasining o'rtasida har doim jang bo'ladi. Jang deganda o'zini irodasi, o'zini shu ichki muhitidan, ichki motivatsiyasidan kelib chiqqan holatda mana shunaqa o'zgarish bo'ladi va o'zimizning vazifamiz, men o'ylab qolaman, что ularga ana o'sha kurashishda, o'sha kuchli bo'lishda ularga g'ayrat, ularga ishonch berishda menimcha biz o'z hissamizdan qo'shishimiz kerak deb bilaman. Yana masalan o'zim karyer sentrda ham yurganimda juda ko'p guvohi bo'lganman, что masalan oldimga talabalar kelishadi, motivatsiyasi yo'q, fanlardan yaxshi baho ola olmagan, ustozlardan dakki eshitgan, o'ziga ishonch juda ham tushib ketgan talabalar kelishadi. Mana nima qilay endi deyshadi. Mana men 2-kursman, 3-kursman, men ish topishim kerak, hayotda o'z yo'limni topishim kerak degan savollar bilan kelishganda, men ularga qisqacha qilib mana shu roadmap xaritasini chizib beraman, vazifalarni beraman, qanchada qilib bersang, shunchada seni keyin tayyor holatda seni kompaniyalarga refer qilamiz deyman. Tayyor holatda vazifalarni bajarganingda ular ketishadi. Va ishonasizmi, o'sha biz bergan vazifalarni oxiriga yetar yetmas, ular bizani xonaga kelmasdan o'sha o'zini kompaniyalarda ishini topib ketadi. Bu juda quvonarli holat. Ya'ni Qanaqa roadmap bular? o'zini yo'nalishlari bo'yicha, o'zini yo'nalish dasturchilik bo'yicha bo'lishi mumkin, biznes analitika sohasi bo'yicha bo'lishi mumkin, project manager bo'yicha bo'lishi mumkin. Ya'ni bizni har doim ana karyer sentri bo'lganiga yarasha oddiygina karyer sentr emas, bizni bozorni his qilib turishimiz kerak. Kompaniyalar va ularning vakillari, ularning rahbarlari bilan postoyanno biz aloqadamiz. Ular qanaqa steklar, qanaqa skilllar so'rayapti, biz hammasini kuzatib monitoring qilib boramiz va biz aytamiz, mana shuni qilib borgan, seni mana shu HR kutib turibdi. Seni mana bu kompaniya kutib turibdi deganimizda bolalar bilasizmi, ishonmaydi. Mana kechagina bitta voqeani aytib berishimiz mumkin. Sizga ko'chada kelyapmiz talaba bilan. Endi avtobusda ko'rishib qoldik. Aytibdilar, men o'zimni hayotimda yo'lim topolmayman. 3-kurs talabasi. Endi hop, nima ish qilding shuncha payt? Sen call centerda ishladim dedi, pul topdim dedi. Endi call centerda ishlaganingdan keyin IT sohasini anaqasida aloqasi yo'q. Nega unaqa ish qilding desam, endi bilmayman, nima qilishni bilmayman dedi. Keldi, unga hamma imkoniyatlarni tushuntirib berdik. Dushanbagacha hamma vazifalarni, chunki bir 60% bilimini biladi. Qarang, mana 40% yetmayapti. 40% ni agar dushanbagacha qilib keladigan bo'lsa, tayyor 3 ta kompaniya ishga olaman deb mana shu vakansiyalarni ochib qo'ygan. Va biz uni refer qila olamiz keyin. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, nafaqat bizani IT universitet, ya'ni PDP universitetining talabalari, balki barcha yoshlarga birinchi qadamlarda, ilk qadamlarda qaysiki universitet bo'lishidan qat'iy nazar, qaysiki soha bo'lishidan qat'iy nazar, birinchi kursda birinchi o'rinda bilim olishga, ilm olishga vaqtlarini ajratishlari shart. Pul to'g'risida o'ylash kerak emas. Ikkinchi kursga chiqqanlarida o'sha kasb hunari bo'yicha yanada chuqurroq va soft skilllarni rivojlantirishlari kerak. Va eng asosiysi o'zlarining sohalarida o'sha yetuk kadrlardan bo'lmish ustozlarini bittasi, ikkitasini etagini mahkam ushlab, mentor bo'lib, o'sha insonni mentorlikka jalb qilish kerak. Men sizga shogird bo'laman. Men sizni o'sha eskilarimiz aytishgandek, muridingiz bo'laman, siz meni pirim bo'ling degan maqsadda ulardan barcha bilimlarni olish kerak, ularni bepul xizmatini qilish kerak. Mana shunda ikkinchi kursni oxiriga bormas, o'sha talaba qaysiki yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar, men sizga jiddiy buni ta'kidlab o'tyapman. Juda ko'p kompaniyalar kadr qidirishadi, lekin o'sha kadr qidirayotgan kadriga mos odamlar yo'q. Vakansiya tiqilyapti. Kelishadi, nolishadi, ish yo'q deyshadi. Ish yo'q emas. Sen o'sha bor ishga munosib emassan degan men javobni bildiraman. O'shaning uchun aytmoqchi bo'lganim, o'qish kerak faqat. Faqat va faqat ilm olish kerak va o'sha nima deymiz? Hamma ishing taqillataverish kerak. Ochiladi, bormas baribir bitirmasdan o'sha kerakli eshik ochilgandan keyin hayot 180 gradusga o'zgaradi. Xo'p. Obidjon aka zo'r. Rahmat sizga kattakon. Juda qiziqarli va foydali suhbat bo'lib o'tdi nazarimda. Bizani kuzatgan do'stlarimiz ham ketkizgan vaqtligiga ham, megabaytligiga ham rozi. Xudo xolisa. Sizlarga ushbu ko'rsatuvimiz, oliygohga tashrif
ko'rsatuvimiz qiziqarli, foydali, manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like bosinglar, izohlar qismida qanaqadir savolinglar qolib ketgan bo'lsa, yozib qoldiringlar. Biz universitet rahbariyatidan javob berishlarini iltimos qilamiz va do'stinglarga ulashinglar. Mana zo'r imkoniyatlar tayyor. O'qisang bo'ldi deyapti, pulni bemalol topasan deyapti. Bu imkoniyatdan foydalanish kerak nazarimda. Keyingi oliygohlarga tashrif ko'rsatuvlarimiz qaysi oliygohlarga bo'lishini xohlaysizlar, uni ham izohlarda yozib qoldiringlar. Biz harakat qilamiz bu joylarga ham bog'lanib, zo'r shu kabi ko'rsatuvlarni tayyorlashga. Obidjon aka, kattakon rahmat. Ilmingiz ziyoda bo'lsin. Sog' bo'ling. Omad tilab Salomat. qolamiz. Rahmat.